Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiomizning tor televiziyasi. Bugungi naq maydon tarqitishimizning riyosatchiligi uchun Gulchehra sizlar uchun xizmatda. Bugun biz 2 soat atrofida 5 iyul Urumchi vaqasiningki 3 yilligini xotirlash munosabati bilan maxsus anglatish bermoqchi. Shundaqla bugun stansiyamizda yana alayda taklif qilingan mehmonlar bilan bu to'g'riliq suhbatlar bo'ladi va Washingtondagi Xitoy elchixonasi oldida o'tkazilgan namoyish faoliyatlari haqida sizlarga to'liq tafsili naq maydon xabar yetkazamiz. Undaqda biz programmamizni rasmiy boshlashdan burun 5 iyul Urumchida bundan 3 yil avval nimalar yuz berdi bir eslab o'tamdik. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy hökuməti 2004 yıldan etibarən Uyğur işsiz yaşlarını eşinci əmgək güçləri sübutida Xitoy ölkələrdəki zavod karxanalarga işləmçilikka yötkəşkə başlagan idi. Bu siyasət bilan Uyğur elining janubini asas qilib 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan to'y qilmagan dehqon qizlar, yosh yigitlar minglab Xitoy o'lkalariga majburiy yo'tkaldi. Ular borgan joylarda Xitoylarning kamsitishi, parakandichiligi, arzon qul sübutida muomala qilishlariga uchirdi. İnsani hamda qonuniy haq-huquqlar dafsanda qilindi. Uyg'ur elidagi ish fursatlari Xitoy ko'chmanlariga berilib, aksincha Uyg'ur yoshlarini til va madaniyat jihatdan butunlay yot bo'lgan Xitoy o'lkalariga yo'tkashdan iborat bu xil siyosat Uyg'urlar tarafidan ochiq oshkora irqiy assimilyatsiyani maqsad qilgan siyosat deb ayblandi. Hatto ba'zi Uyg'ur ziyolilar Xitoy hukumatidan bu siyosatni to'xtatishni talab qilib, qonliq voqealarning yuz berish mumkinchiligidan ogohlantirdi. Halbuki Xitoy mazkur siyosatni yildan yilga kuchaytirib davom qildi. Natijada 2009 yili 26 iyun Shougan voqeasidek ichinishlik tragediya maydonga keldi. 9 nahiyadan 5 emgak kuchlari sübutida Guangdong o'lkasining Shougan shahri Shuri o'yinchiq zavodiga kelib ishlayotgan 819 nafar Uyg'ur yoshlari tayoq to'qmoqlar bilan bostirib kirgan bir necha ming Xitoylarning rahimsizlarcha irqiy hujumiga uchirdi. 2009 yılı 5 iyul günü Ürümçidagi Uyg'ur yoshlari Xitoy hukumatining 26 iyun kunidagi Shougan voqeasini adil bir taraf qilmasligi, shundaqli Uyg'urlarning kamsitilishi, nomratlik, ishsizlik masalalarining borgancha ig'irlashayotganligi va yana hukumatning Uyg'ur yoshlarini Xitoy o'lkalariga arzon emgak kuch sifatida yo'tkishi, rayondagi xizmat fursatlarining Uyg'urlarga berilmasligi, qo'sh tillik ma'arif nomida Xitoyning til va madaniyat assimilyatsiyasi elib berayotganligidek siyosatlarga norozilik bildirib va Xitoy hukumatining rayonda barobar milliy siyosat yurgizishini talab qilib, tinchlik namoyish elib borgan edi. Mazkur namoyish Xitoy doiralarining vaqtida muvofiq bir taraf qilmasligi sababli ko'chman Xitoylar bilan Uyg'urlar o'rtasidagi etnik to'qinishga aylantirildi. Natijada Uyg'urlarning bu noroziligi Xitoy harbiy kuchlar tarafidan qattiq bostirildi. Xitoy doiralari voqeada 200 dak odam o'lib, 1000 dan ortiq odam yaralanganligini ilgari surgan. Bu vaqa yana Xitoy hukumatining Uyg'ur qatorliq Xitoy bo'lmagan millatlarga qaratgan milliy siyosatidagi tengsizlikni dunyoga oshkorlagan edi. Vaqadan keyinla Xitoyning Uyg'urlarni tutqun qilishi boshlandi. Shu kunlarda orqa-orqadan yana 7 iyul Uyg'ur ayollarini asos qilgan Ot Beygi maydonidagi qiz ayollar namoyishi bo'ldi. Orqadan Xitoylarning Uyg'urlardan o'ch ilish xarakteridagi hujumlar boshlandi. 9 iyul Uyg'urlarning yana bir qator namoyishlar ilib borganligi, ammo yanala bostirib etilganligi ma'lum. Xitoy hukumati 5 iyul voqeasidan keyin Uyg'ur eliga harbiy qismlarni yo'tkab, harbiy holat yurgizdi. 10 iyuldan boshlab Uyg'ur elida internet va chet el bilan bo'lgan telefon aloqalari 10 oyga qadar butunlay uzib etildi. Xitoy sud mahkamalari 2009 yili 12 oyning 23 kuniga qadar 5 iyul voqeasi tutqunlari haqida 6 qitim hukm e'lon qildi. Bu jarayonda hukm e'lon qilganlar 63 nafar, o'lim jazosiga hukm qilinganlar 23 ga yetadi. Muddatsiz qamoq jazosi berilganlar 28 nafar, qolganlar o'xshamagan darajada muddatli qamoq jazolariga hukm qilindi. Bularning ichida ba'zi tor bekat sohiblari va jurnalistlar bor. Bu 6 qitimliq sotdan boshqa Ürümchida 5 iyulga munosabatlik echilgan sot ham hukm ahvoli axborotdan yo'chun tutilmoqda. 5 iyul voqeasidan keyin Xitoy Uyg'ur eli haqidagi barliq uchurlarni kuchli qamal qilib kelgan bo'lsa-mu, chet ellarga qochib chiqqan ba'zi Uyg'urlar 5 iyul voqeasida tutqun qilingan Uyg'ur yoshlari soqchixonalarda majburiy holda ko'p miqdorda tuz suyi ishkizilib qiyin qisda ilinganligini, Uyg'ur tutqunlarining turmada og'ir ruhiy ham jismoniy zaxmiga uchirganligi
Hatto tutqunlarning ba'zilarining o'ligi oilasiga maxfiyatlikni saqlash shartlari ostida qaytarib berilgan bo'lsa-mu, ega chiqmagan Uyg'ur tutqunlarning bo'lsa, jasadlarining ko'ydirib etilganligini oshkorladi. Xitoy hukumatı Uyg'ur elida 5 iyuldan keyingi Uyg'urlarni tutqun qilishni va jazolashni davomlashtirayotgan bir paytda yana Xitoy Kommunist partiyasi Markaziy komiteti va Xitoy davlat ishlari komiteti Beijingda 2010 yil 17 maydan 19 maygacha birinchi navbatlik Şinjan xizmati suhbat yig'inini chaqirdi. Uyg'ur eliga nishonliq yordam berish nomida Uyg'ur elining boylik manbalari Xitoyning 19 o'lka va shaharlarining etishiga bo'lib berildi. Bu yil Xitoy hukumatı yana bu yig'inning 3-chi qitimligini ochdi va Uyg'ur elining 19 o'lkaning nishonliq yordami bilan taraqqiyot va aminlikka ega bo'layotganligini tashviq qildi. Hamda bu siyosatni yanada cho'nqurlashtirish planini oldi. Uyg'ur tashkilotlari Uyg'ur Xitoy o'rtasidagi milliy ziddiyatni, abadiylik, muqimlikni, xalq turmushini yaxshilashga tayinib hal qilib bo'lmaydiganligini ilgari surayotgan bir paytda 5 iyul voqeasidan keyingi bu 3 yil jarayonidami Uyg'ur elining har qaysi joylarida qarshilik harakatlari uzilmay yuz berib turdi. Bu yil yana 28 fevral Qog'iliqdagi Xitoy saqchi va fuqarolarga pichoqlik hujum qilish voqeasi, 8 martda yana Ko'rlida saqchilar bilan fidoyilarning to'qinishi yuz berdi. Bu voqealar xalqaro axborotlarda zo'r inkaslarni yaratdi. Mana bular kuzatuvchilar tarafidan Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi siyosatlarining amaliyotda Uyg'urlar bilan ko'chman Xitoylar o'rtasidagi milliy ziddiyatni yanada o'tkirlashtirayotganligini, Uyg'urlarning hukumatga bo'lgan noroziligining kuchayayotganligini isbotlash bilan teng Xitoyning har qancha qattiq bostirish siyosatlarining Uyg'urlarning haq, huquqi uchun kurash qilish irodasini sundira olmaydiganligini ko'rsatib berdi deb muloyiza qilinmoqda. Görürmenler, yuqorida biz 5 iyul vaqasini eslab o'tdik. 5 iyul vaqasining 3 yillik xotirasi uchun Uyg'ur Amerika jamiyati bilan Xalqaro Uyg'ur inson haqlari va demokratiya fonidi uyushtirgan namoyish faoliyatini Washingtondagi Xitoy bosh elchixonasi oldida bugun soat 2:30da rasmiy boshlanmoqchi. Buning oldida biz bugungi naq maydon suhbatimizga alayda taklif qilingan mehmonlarni bir tanishtirib o'tay. Yani biz suhbatimizga Türkiye'den Dünya Uyghur Kurultayı'nın muavin reisi Seyit Tömtürk Efendi'ni taklif kıldık. Hoş geldiniz. Ondan başka Kanada'daki Uyghur Cemiyeti'nin sabık reisi, şundakla aktif Uyghur faaliyetçilerden Rukiye Turduş Hanım biz bilen birge. Hoş geldiniz. Seyit Tömtürk Efendi aldı bilen şu Dünya Uyghur Kurultayı başlık, şu halkaradaki Uyghur teşkilatlarının 5 iyul vaqasının 3 yılligini hatırlaş münasebeti bilen qandaq bir faaliyetlerini ilip berishni planladыңlar. Şu faaliyetler hakkında kısaca bizge ma'lumot berip o'tamsiz? Rahmet sizge. Birinci bu radyo Freyasyaga Uyghur Milli Hareketi'ge qilgan xizmatları ve alaydı köngel bölüp 5 iyul irqiy qirg'inchiligininki 3 yilini xotirlash uchun naq maydon program tashkillaganligi uchun men rahmat va minnatdorligimni bildiraman. Dünya Uyghur Kurultayı hammamizga ayon. Biz 4. navbatlik qurultayimizni Yaponiyada ait dağdug'uluq va xalqaro ta'sirlik bir natija bilan oxirlashtirdik. Biz bu qurultayimizning millatimizga va millatimizning kelgusiga muborak bo'lishni ve hizmetlerimizden en yukarı derecede ilip birişimizni inşallah biz halkımızga bir jakarlaymiz. Biz Yaponya'da yığında mı, 5. iyul tayarlığını başlayan Yaponya'daki yığında kurultayınınki reisler ve hizmet sabdaşlarımız bu yerdeki planlarımız ve burundan keyinki sohbetlerimizde, telefon yığınlarımızda birinci orunda 5. iyul en yaxşı şekilde xalqaralıq bir vəziyyətdə həm vətən içindəki qardaşlarımızdakı ağır ahvalı və Xitayınınki bu ağır cinayətlərinin ən yaxşı şəkildə xalqarağa ayan qılınış üçün nurgun fəaliyyətlərini uyuşturduq. Bunların ən mühimlərdən birisi qurultayımızdakı təqribi 20'ye yaxın dövlətdə, bu 10 neçə dövlət qanunluq halətdə tinchlik bilan edib baradigan fəaliyyətlərimiz varsa, bunların ən mühimləri namayişler. Bugünkü günde bu namayişlerin tuncu kıtımlık birinci nöbetini Amerika'nın payitahtı Washington'da Dünya Uyghur Kurultayı'nınki reisi hürmetlik Rabia Kadir Hanım başçılıkta
bir yerdeki teşkilatlarımız nait dağdığılık bir şekilde hazır ötközgülüp başladı. Biz bu televizyon istasyonunda Naq meydanda iştirak kılıvatımız. Bu faaliyetimizden birinci başlangıcı Amerika'da oldu. Yani bu faaliyetlerimiz yana gün sürü davamlaşıdı. Bunlar nerede buldu ise Türkiye'de, Germanya'da, Gollandiya'da, İngiltere'de, Japonya'da, Avustralya'da, Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetlerde, bu Kazakistan olsun, Kırgızistan olsun ve başka devletler olsun, Sivas'ta hazır ismini atayanmayan 20'ye yakın devlette biz namayişler bilen bu faaliyetlerimizi davamlaştırıyoruz. Bundan sırt Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki kişilik komiteti mi 6. ayınki 18'de başlayıp 7. ayınki 6 kişi davamlaştırgan bu halkaralık sohbetimi bizninki vekillerimiz bir yerde Uygur davasını yana kötülük çıkıvatıdı. Bunu haber kılıp bədinler. Bundan başka bizninki siyasi uçuşlarımız var, matbuat yığınlarımız var, resim körgezmelerimiz var. Yani hüccetlik filmler tayarlandı. Hüccetlik filmler dünyanın her bir yerlerdeki teşkilatlarımız bulanı öz yaşavatkan devletlerde siyasi tabakaga, matbuatka, ammaviga ve halkaralık bir vaziyetke aylandırış için en tayin ciddi tayarlılık bilen 5. iyul irqi qırğınçılığının 3. yıllıqını biz bunu hatırlaş faaliyetlerimizde davamlaştırıvatımız. Naytı yaxşı məlumatlardınız. Naytı hoş geldiniz. Ondaqda Ruqiya xanım abay filmde görsüp ötkendek 5. iyul vaqasının kelip çıkış sebebini asasen jip içini yani Şaugan vaqası uluduq. Ama Uygurlarning umumiy vaziyetidan aytganda Şaugan vaqasından başqa bu 5. iyul vaqasının kelip çıkışı yani qandaq bir sebep amillarni yani asas qilgan mushaqda bir Şaugan vaqası faqatla o mushu vaqaning kelib chiqishiga bir turtki bo'ldi-da. Bu turtki bo'ldi. Ammo bu vaqa Şaugan vaqasi bo'lmasimi Uyg'urlar necha 49 Xitoy besib olgandan tortib hozirgacha qarshilik ko'rsatib kelyapti. Baribir bu qarshilik bo'ldi. To'xtab qolmaydi. Bu cho'qim bo'ladigan bir ish. Bundan keyin bo'ladi. Burunmi bo'lib kelayotgan. Chunki zulm bo'ldi ekan, bu qarshilik bo'ldi. Şaugan vaqasi faqat buningga bir turtki bo'ldi. Hamda buning sabablaridan Xitoy chunki zulm qildi, vatanimizni besib oldi. Zaminimizni tatib oldi. Mustamlikalik yurgizish bilan birga qirib assimilyatsiya qilib yo'qotib etmoqchi bo'ldi-da Uyg'urni. Shuningga qizlarimizni ishkirga yo'tkidi, dinimizni yo'q qilmoqchi bo'ldi, tilimizni chekladi. Undan boshqa xohlagancha odam tutdi. Hech qanday masalan garchi shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida xalqaroliq qonun bo'yicha erkinlik va inson haqlari deb turib ikkiga ayrim bo'lib turib tasvirlagan kalima bo'yicha ham erkinligimizni, ham inson haqlarimizni berish kerak bo'lsa-mu, unda qilmay mesela türmelerde xalagancha adam ötdi. Uyg'urlarni xalagancha so'rig'i yo'q, tutaverdi öydün. Hozirmi bu davomlashtiryapti. Ya'ni davlat terrorligini yurgizdi-da, xalagancha adam tutdi Uyg'urni. Ondan keyin tutgan Uyg'urlarni sot ochmay o'tdi. Hatto sot etishdan burun asli gunohsiz hisoblanishi kerak. Bir isbot tepilishdan burun tutilgan har qanday bir jinoyatchi, har qanday bir davlatda gunohsiz, o'zini gunohsiz hisoblash huquqi bor. Ammo biz Uyg'urlarning unday yo'q. Tutupla o günahını qijnash orqali qo'l qo'yg'izib otdi, o'ttirdi, ishda tutadi-da. Bu zulm bek eg'ir bo'lib ketdi Uyg'urlarga. Shu sababdan chiqdi. Ham bizning iqtisodimizni, hamma narsamizni oldi yedi Xitoy. Hamda bizni o qadar darajada bostirdi-da Uyg'urlar. Unda bo'lgandan keyin Uyg'urlar bu vaqa cho'qim chiqatdi hamda. Uyg'ur xalqi buning cho'qim qarshilik ko'rsatdi. Bu Şaugan vaqasi buning bir turtki bo'lib qoldi shunaqmi? Endi Seytaka siz deb baqsangiz bu ilgirmi bunda qarshilik harakatlari yuz berib turgan. Bu Xitoy hukumati 5 iyul vaqasidan keyin bu atalmış Şinjan, yani Şarkı Türkistan qaratgan bütün siyasatida yenilash hazırladık. Uyg'urlarninki şu yerlik milletlerin iqtisodiy turmushini yaxshilaymiz degandek va'dalarni berib, ba'zi bir harakat va planlarni amalga oshiryapti, ko'ryapmiz. Ammo uningdan keyin nurg'un qarshiliklarni ya'ni shahid bo'ldik, nurg'un qarshiliklar yuz berdi. Hatta bir 2 kun avvalgi shu aeroplan bulash vaqasiga o'xshash vaqalarmi, ama shu 5 iyul vaqasining 3 yilligi oz qolgan kunlarda yuz berdi. Demakchi, sizningcha shu qarshilik harakatlarda Uyg'urlarning o'z huquqiy erkinligi uchun elib berayotgan bu Şaugan vaqasi va 5 iyul vaqasi, ya'ni Şaugan vaqasi bir irqiy hujum bo'ldi. Ruqiya xonim degandek u bir
portlatish kuchiga ega bir sabab bo'lib qoldi. Hamda 5-iyul voqeasi shu Uyg'urlarning ip berib kelayotgan 49-yildan buyon shu qarshilik harakatlarida qanday bir o'ringa ega, buning ahamiyati nima? Rahmat sizga. Ruqiya xonim yuqoridan aytdi, yaxshi javobladi. Uni qisqacha men bir ikki jumla unga qo'shib qo'yishim kerak. Bu Shavgan voqeasi, xalqaroda Shavgan voqeasi yoki Urumchi 5-iyul voqeasi deb xuddi Shavgan voqeasiga tegishli bir qo'zg'olondek his qilinib qolgan bo'lsa-mu, asli bu xato. Aziz yurtimiz Sharqiy Turkiston 1949da kommunist Xitoylar tomonidan ishg'ol qilindi. 60 yil ishg'olning natijasida ig'ir yo'q qilish siyosati davlatning butun kuchlari safarbar qilinib, bu joriy qilindi. Bu qanday deganda, bu bizningki boyliqlarimizning yo'tkash bo'lsin, bizning milliy kimligimizni yo'q qilish, diniy urf-odatlarimizni bizning cheklash, bizningki milliy ma'rifimizni qo'shib til ma'rif bahonasi bilan yo'q qilish, yana qizlarimizni ko'chman qilib qul qilish va ularni yo'q qilish siyosati, shuningga o'xshash ko'chman yo'tkash masalasi deylik. Buningga o'xshash o'nlarcha Xitoyning bizni yo'q qilish suiqastlari natijada 5-iyul voqeasini tug'ib chiqdi. Bu tabiiy holatda bo'lgan bir ish. Bundan keyin Xitoy bu qaram siyosatini, bu ig'ir jinoyatlarni to'xtatmasa, vatanimizda bu albatta bo'lib chiqadi. Endi sizning savolingizga javob beradigan bo'lsam, bundan burunmi bunday voqealar bo'lgan? 90da barında xalqimiz yana milliy qo'zg'olon qilib chiqdi. Hech qanday bir boshqa bir sabab emas. Ya'ni shu Xitoyning ishg'oliga qarta bo'lgan bir bosh ko'tirish, milliy bir bosh ko'tirish. Yana 95-yilda Xotanda bo'lgan voqea shunga o'xshash bir inqilob. 97dagi G'uljidagi voqeami yana bizning milliy islomiy xarakterimizdan chiqqan Uyg'ur xalqining o'z irodasini o'ttirib qo'ygan xalqimizningki Xitoyga bo'lgan nafrat va g'azab va uningki ishg'oliga qarta iniq maydoni deb ifodalaymiz. Afsus 90, 95 va 97dagi bu milliy inqiloblarimiz u vaqtida texnologiyaningki mayli telefon bo'lsin, mayli qo'l telefoni bo'lsin, mayli internet deylik, bu sotsial media deylik, bunda aloqa uchurlarningki maalesef bo'lmaganligi yoki bo'lsinmi qo'l telefoni bo'lsinmi yoki telefon bo'lsinmi Xitoyning uni bo'g'ash orqali ovozimiz afsus biz chet elda siyosat qilayotgan milliy da'voning ichida xizmat qilayotganlarmi Barın voqeasini, Xotan va G'uljur inqiloblarini oylarkin xabar topdik. Necha oykin xabarda bo'laladik. Ammo bu internet degan bu texnologiya, bu Allohning Uyg'ur xalqiga bergan bir ne'mati deb men shunday o'ylayman. Xitoy 5-iyul voqeasi bo'lganda bu qatliamni boshlagan vaqtida bizning qarindoshlarimiz qo'l telefoni yoki internet orqali qatl qilingan bizning avlodlarimizninki shu jasadlarini butun dunyoga e'lon qilib chiqdi. Şu 26'da Shavganda bo'lgan, şu kecha 2'de boshlab tong'atgacha davom qilgan bir jinoyatni shu kuni bizning qarindoshlarimiz butun dunyoga buni servis qildi, buni ko'rsatdi. Shuning bilan birga o'ttirdagi farq nima desangiz, Sharqiy Turkiston xalqi oxirgi bir asrda 250 qitim Xitoy kommunist ishg'olchilari qarta inqilob qilib keldi. Bulardan bir qismi cho'ng tipda bo'lsin, bir qismi kichik tipda. Ama Xitoyning qo'ldagi imkoniyat, bizning imkoniyatsizlik va chorisizligimiz u ovozimizning xalqaro namoyanda bo'lishni oldini oldi va bizning ovozimiz bo'ldi. Bu dönem Xitoy bu internet yoki shu medianingki tiz uchur imkoniyatini bo'lganmidi va Sharqiy Turkiston xalqining ovozi naq maydonda butun dunyoga e'lon qilindi va Xitoy rasmiy bu dönem rasvoy azim bo'ldi. Haqiqiy jinoyatlari, haqiqiy razil siyosati Xitoyning pash bo'lib, Uyg'ur xalqiningki qanday bir millat ekanligini, qandayroq bir jangovar xalq bo'lganligini, qanday ig'ir zulm ostida bo'lganligini butun dunyoga e'lon qilgan bo'ldi. Seyit aka, to'g'ri dedingiz. Men Seyit aka gapi qo'shilmay, hozir degandek shu muqarrar bu voqea bo'ladi, ham bu voqeaning bo'lishi bizning vatan ichidagi xalqimizningki kurashlari bilan teshig'i bo'lgan tashqi dunyoning internetning kuchidan munosabatini ko'rsatadi, hamda nihoyat qo'yiqlashtirgan ko'rsatadi. Meni qaytib qo'ydigan yana bir narsam, bu voqeaning muhimligi bu bizning vatan ichidagi kurashlarimiz bilan vatan teshidagi kurashning bog'lanishini, ya'ni dunyoga anglashni kuchaytirish bilan birga Uyg'ur xalqining birinchi qitim Xitoy ko'chmanlari bilan mumkin emas birga yashamaydigini, Xitoyning zaminda Uyg'urningki cho'qim mustaqil bo'lsa bo'lmaydiganligini aniq ko'rsatgan bir voqea bo'ldi. Ham Xitoymi o'ziningki Uyg'ur bilan hargiz birga yashab, yaxshi siyosat yurgizib qilmaydigan abdi bashirsini o'zi Xitoy ko'rsatib qo'ydi bu qitim qiladi. Demakchi bo'lganingiz faqat Uyg'ur xalqi bilan Xitoy hukumatining siyosiy
siyosiy o'rtasidagi bu ziddiyat bo'lmasdan, ya'ni Xitoy xalqi bilan Uyg'ur xalqining bir yerda yashamaydigan bir darajada ekanligi. Ya'ni bu zimin bizningki, zodi Xitoy bilan mumkin emasligini yashashmoqning shuni ko'rsatdi. Chunki bu vaqa Xitoy eng kuchlangan vaqtida, Xitoy ya'ni Uyg'urni butunlay yo'q qilib etdi. Tugidi Uyg'ur degan vaqtida, qo'lida hech nima to'mirning sunug'i yo'q Uyg'ur shuncha kuchli Xitoyga qarshi chiqdi. Bu Xitoyni hayron qoldirdi mundaqcha aytganda. Xitoy asli buni kutmagan. Biz butunlay Uyg'urni yo'q qilib etdik, ovozini chiqaramaymiz. Tugidi Uyg'ur o'ldi deb o'ylagan, qirib assimilyatsiya qilib yo'q qilamiz degan. Amaliyotda Uyg'ur xalqining qanchalik botirligini, Uyg'ur xalqining kurashlarining Xitoyning kuchlik yoki ojizligi bilan emas, balki zulm bilan munosabatligini ko'rsatdi-da bu yerda. Endi boya Seyit Efendi dedi bu internet, ya'ni telefon aloqasi, hozirgi uchur aloqasining taraqqiyoti 5-iyul vaqasining xalqaralashgan, ya'ni xalqaraga namoyon qilingan Uyg'urlarning butun shu qarshilik harakatlaridagi tipik bir harakat bo'ldi deb. Endi buni shu mustaqillik talab qilayotgan yoki o'zining erkinligi uchun kurash qilayotgan Arab bahor harakatlariga selishtirganda biz Uyg'urlar haqidagi bu uchurlar, Uyg'urlar haqidagi bu erkinlik orzulari, bularningki tortayotgan zulmlari, ya'ni internetda Arab bahori va yoki boshqa hozir mustaqilligini olgan boshqa millatlarga qaraganda yana bir cheklimining ichida deb qaramsizlar. Ya'ni Arab bahoridagi bir harakatning qo'zg'alishi va yoki o'zining Uyg'urlarning o'zining haqiqiy demokratiyasini, erkinligini qo'lga keltirishdagi mushtaq orzusini amalga oshirishda ya'ni nimalar kamchiligini his qildinglar? Nima qanday bir tajriba savodga ega bo'ldi Uyg'urlar bilan? To'g'ri, bu albatta bu o'ttir sharqda boshlagan, ya'ni 1 yil avval 2011-yili 1-oyda Misrda boshlab, keyin Jazoir, Tunus, Yaman qatorliq arab davlatlariga sirayat qilgan bu Yasemin inqilobi deylik. Husni Muborak, Zeynal Abidin bin Ali, Muammar Qaddafi, Ali bin Abdullah degandek bu Arab diktatorlarininki ag'durilishi bilan birga shaxsan bizga cho'ng bir umidni birga olib keldi. Nimishqa? Demak, diktatorlarninki mavjudiyati bir yergacha davomlashdi. Bu belli bir vaqtdan keyin xalqninki irodasi bu namoyanda bo'ladi, bu g'alaba qiladi, buni biz ko'rdik. Shuning uchun buningdan zo'r umidimiz bor. Biz buningdan umidlangan bilan birga bu Shimoliy Afrikadagi bu masala bizga umid bo'lgan bilan birga Xitoyga nihoyat cho'ng bir andishini birga olib keldi. Chunki Xitoymi bir boshqa diktator. Bular islom dunyosining diktatorlari bo'lsa, bu Afrikadagi arab davlatlari. Xitoymi Asiyadagi bir cho'ng diktator, bir kommunist davlat. Bu diktatorlikninki ag'dirilishi xuddi navbat bilan bo'ldigandek ko'ryapmiz. Bugungi kunda Suriyada bir cho'ng diktatorlik xalqiga zulm qilib, xalqini qirib, uni yo'q qilyapti. Bugungi kunda ko'ryapmiz Suriyaning eng cho'ng himoyachisi Xitoy. Xitoy albuki afsus bütün İslam dünyasında biz İslam dünyasını qo'llaymiz, İslam dünyasida bilan ittifoq qilamiz, İslam dünyasi bilan hamkorlashamiz deydigan bir shu an chiqdi necha yil yaqin va islom dunyosini aldab keldi. Bugungi kunda Filistin İsrail masalasida Filistinni qo'llaganligini, himoya qilganligini aytgan Xitoy, Filistinning musulmonlarga o'xshash musulmonlarni Sharqiy Turkistonda qirib yo'q qilyapti. Bu demaklik Xitoyning 200'lük rezil siyosatininki pash bo'ldigan davri kelyapti. Suriyadami bugün İslam dünyası Xitoyning qaysi sabti bo'lganligini, musulmonlarga haqiqiy niyatining qanday bo'lganligini ko'rib, bu Xitoyga bo'lgan bahosini mencha adolatli bir şekilde berdi. En addisi bizning 12 yoshlik Mirzahid evladımız Xitoy kommunistleri tarafidan bir Uyg'ur musulmon evladı 12 yoshlik bir bovoq bola o o'zining dinini o'g'inaman, shuni ta'lim tarbiya qilaman degan jinoyatini shuni qatl qilishga sababmi? Bu bir jinoyat emas. Bu bir haq. Dinini o'g'inish, milliy urf-odatini, o'zining kimligini saqlash, bu insonninki xalqaro qonunninki, Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki bergan haqqi. Bu shunga uchun demadi. Demaklik Xitoy bugun Uyg'ur musulmonlarga 20 milyon Uyg'ur musulmoniga Mirzahidga o'xshash muomala qilganlik. Butun islom dunyosiga ko'z qarashimi Mirzahiddan farqli emas. Shunga o'xshash biz bu internet deylik, sosyal medya deylik yoki bu Afrikadagi bu davlatlardagi ag'dirilish bara Suriyami inshaalloh pat yaqin vaqtda demokrasiyaninki, kishilik huquqninki g'alaba qildiganini ko'ramiz va u yerdan keyin bu navbat bilan balkim Iran, Koreya va Xitoygacha boradi.
Sizning o'xshamaydigan ko'z qarashlaringiz bor Ruqiya Ben xonim. Setikamniki qıytılma bu cəhətdə. Həm də bu qıytıb qoyduğun bir nərsəm, bu yerdə əgər maşa hazır burun Xitay Setikam deyəndə bütün musulman dövlətlərin aqsıq sevağantıda. Bu hazır bu musulman dövlətlər demokratiyaya köçkəndikən Xitayның əbdi bəşirisi bu musulman dövlətlərə Xitayның aqsıq sevağan küçlərlə aşkar bo'lib qanmasdan, yəni bir tərəfdən bizim xalqımızın içində mı əndi biz aytıb ötüşkə toğru keldi. Bəlkə biz Xitay bək güclük, Xitay bilan yaş bu kürəş qılıb bərabər utamaymiz. Əgər bizə yaxşı siyasət bəs yaşaversak buldu degan ümid qıladigan manda bir arzu qıladigan adamlarımız mı bolğanda Xitayның bizning vətəndən içində. Bu hazır Uyğurda unda adam qalmadı. Mana bu bir səbəb oldu. Hazır bu bütün Uyğurlar, bu chet eldəki o musulman dövlətlər o başqa dünya qılam emas. Hər bir Uyğurğa Xitayның əbdi bəşirisi aşkar oldu bu vaqtdan keyin məsələn. Muşundan keyin demək Xitay zade ya Xitay sən ölüsə ya mən ölümə ya sən türsə mən türsə deyibdi deyə. Yəni ən uçuq aşkar oldu da yaşan olmaydı. Endi mushu masalalarni yig'ishtirib kelgan vaqtimizda hozir Uyg'urlar duch kelayotgan, ya'ni 5-iyuldan keyingini asos qilsak, Uyg'urlar duch kelayotgan ham buningda bir muqim bir ko'z qarash tiklanishi kerak bo'lgan eng muhim masala nima deb qaraysiz? Uyg'urlarning o'zining taqdiri uchun, kelgusi uchun to'nib yetishga tegishli qandaq bir masalani o'tirib qo'ymoqchi. Elbette Uyghur xalqınınki arzusunu hemmimiz bilimiz. İşgal kılıngan, zulümge uçurgan, dünyadaki kandak millet olsa, ulanınki fikri nimi olsa, Uyghur milletinin fikri farklı emas. Halkımız erkin yaşaşını arzulaydı. Halkımız öz taqdirini öz belgileşini arzulaydı. Halkımız Xitay bilen birge yaşaşını arzulamaydı. Bunu arzulamaganlıkını 5. yılda gösterdi. Yani bu işte çek arıldı. Bunun da çek arıldı ve Xitay özü kolu bilen Uyghur halkının Xitay bilen birge yaşayamaydıgan bir muhitini özü şekillendirdi. Hem de şekilbazlık bilen Uygur'unu yasap çıkış, Uygur'unu özgü kail kılış bu mümkün emez. Çünkü bu cinayetinden ki müsebbibi özü teşkilledi, özü kiçi işkide başlayan katliamını zorlap, mecburlap apağan, kul kılıp apağan özünün puhraları ola. Bir sıvağan ziminden yötkügen özünün puhraları. Kanuni cihetini itkan da özünün puhraları. Biz bu kırındaşlarımızdaki baş götürüşte, Ürümçideki bu namayışta sen özen zorlap apağdan işteplerimizde. Bulanı bunu bizdeki halkımız köydü. Xitayның bizge qaysi göz qarashda bo'lganligini köydü. Demek ki halkımız bu ahvalni ko'rgandan keyin tinchlik bilan nima uchun sen o'zing zo'r bilan apag'an puhralaringga ega chiqolmaysan? Bularni qatl qilgan, o'ltirgan qotillarni nima ishqa tutib sotga chiqolmaysan? Adolatga chiqarib buni jazolamaysan degan niyat bilan shu namoyish bo'ldi. Tinchlik bilan bo'ldi. U bizning bechora qurbonlarimiz, u jangovarlarimiz Xitoyning bayrog'ini ko'tarib chiqibdi shu 5-iyul kuni. Nima ishqa Xitoyningki qaramligini va uningki qanday suiqasd qildiganligini va Uyg'ur xalqiga kichik bir bahonani ko'rsatib yo'q qilish siyosatini bilgachga xolimisimi? O içinin kelmesimi özünü qo'g'dab qilish uchun Xitoyga bir bahona topamiz. Boshqa bir niyatimiz shu o'zini Xitoyning bayrog'ini kerak demoqchi. Xitoyning bayrog'ini xolimisimi ko'tarib chiqib, men tinchlik bilan mana shuni so'rayapman. Sen bir davlat, sen bizni ishg'ol qilgan bo'lsangmi, sen shu bizning zaminimiz deb iddaong bo'layotdi. Sen yo'tkigan bu Uyg'urlarga nima uchun yo'tkiding? Yo'tkigandan keyin bularni kecha 2da yotoqlarda bisib o'ltirsa, bularga qanday qarab turding? Qarab turgan bo'lsangmi, bularningki qotillerini nima uchun tutmaysan? Tutgandan keyin nima uchun sotga chiqarmaysan deb qonunlik qilgan bu namoyishni ok yağdırıp Xitay işgalci ermeyleri bu kırındaşlarımızdan neçə yüzlügenini şehit kıldı. Lekin biz bunun yana görünüşte elbette bizge içinişlik jürükümüz içidemaydı o. Bu içinişlik bir ahval. Ama ben şunu deymen ki bu Allah Taala'nın bizge bergen bir nimeti dep oylayman. Çünkü bu Ürümçi vakası bolmagan bolsa bizning Xitoyga bir qism Uyg'ur qarindoshlarimizniki muhabbati uzilmaydi. Bir qism Uyg'ur qarindoshlarimiz Xitoydan madad kutadigan, Xitoy bizga iqtisodiy boylik akeldi, bizni yaxshi yashatyapti deydigan bir ko'z qarashdan arlanmaydi. Hozir Xitoyga qul bo'layotgan, g'alchilik qilayotgan, xiyonat qilayotganimi, vatanparvar özünün gururunu saqlab qolganimi, hammasi Xitoyning kim bo'lganligini to'rib yetdi va buningda Xitoy
qat'iy keyniga yaranmaydigan, o'ngshayolmaydigan bir xatolikni o'zi qildi. Bu jinoyatning musabbibi Xitoy. Dunyo Uyg'ur qurultayini 5-iyul voqeasiningki musabbibi va bu ishni boshlab chiqqan terrorist tashkilot deydi. Bu qat'iy bizga yuqmaydi. Chunki Dunyo Uyg'ur qurultayi bugungi kunda 20 dan ortiq davlatda 50 ga yaqin tashkilot bilan har davlatning o'zining qonuniga rioya qilgan shaklda xalqaro qonunninki tuzumiga bo'ysungan shaklda faoliyat ilib borayotgan bir ommaviy tashkilot. Bugungi bu jinoyatninki musabbibi 1949'da aziz yurtimiz Sharqiy Turkistonni zimin butunligini buzib, ishg'ol qilib va uni yo'q qilaman degan hozirgi kommunist zolimlar. Seyit aka, bu yerda gapingizni uzib qo'ydigan bo'ldim. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, naq maydondan kelgan xabarlarga qaraganda, bugun Washingtonda, ya'ni 2:30, Washington vaqti 2:30da ilib berilgan namoyish sal keyniga surilganda qilib turdi. Shuning uchun biz yana davomli holda bizning mehmonlarimiz bilan 5-iyul voqeasi va uning oldi keyindagi vaziyat haqida yana suhbatimizni davomlashtiramiz. Ruqiya Turdush xonim, endi siz menga bir o'zingizning ko'z qarashini o'tirib qo'yib baqsangiz, sizmi Dunyo Uyg'ur qurultayi qaramog'idagi Kanada Uyg'ur jamiyatining raisi bo'lib xizmat qildingiz va bu jarayonda nurg'un Uyg'urlarning tashqi dunyodagi Uyg'urlarning harakatlarini ko'zdan kechirdingiz va shuning ichida bo'ldingiz. Endi ya'ni chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari, faoliyatchilari uchun aytganda 5-iyul voqeasining ahamiyati nima bo'ldi sizlarga, Uyg'ur faoliyatchilarga? Chet eldagi tashkilotlar va Uyg'ur faoliyatchilari, siyosiy faoliyatchilari va lobbichilik qilganlar uchun aytganda 5-iyul voqeasi xalqimizning qanchalik birinchidan eng cho'ng narsa bir umid berdi. Ya'ni biz ba'zilarimiz chet elda biz baribir quruqda olaymiz, haqqidaymiz, davoni anglitimiz, ammo bizga baribir amalga oshmaydi deb umidsizda bir xuddi quruqtamga to'lgandek namoyish qilamiz, berib haqqa yolvoramiz, ular nim qilib birdi, baribir biz hech nima bo'lamaydigan o'xshaymiz degan manda bir umidsizlik bor-da. 5-iyul voqeasidan keyin bizning millatimizning qanchalik qahramonligini chet eldagi Uyg'urlar ko'rdi. Demak, qo'lida hech nimasi yo'q bir Uyg'urlar shu Xitoyga shuncha cho'ng kuchli Xitoyga qarshi ashada chiqdi. Buning ichida kichik bolalar bor. Hatto bu qitimqi voqeada ayollarimiz qaytildi. Ayollarimiz nihoyat cho'ng rol o'ynadi. Ayollarimiz to'plashib organize bo'lib chiqdi. Bu intayin cho'ng muhim ahamiyatga ega. Unda bo'lganligi uchun bu chet eldagi Uyg'urlarga mening xalqim nim degan qahramon. Mening xalqim o'zining haq-huquqi uchun, o'zining zimini, o'zining davlati uchun mushunchalik qurbon berishga, ya'ni dinini tikishga rozi. Bunchalik chiqdi deb bu intayin bir xil ham ilhom bo'ldi, ham umid bo'ldi chet eldagi faoliyatchilarga. Aktivligimizni oshirdi, ham biz nomus qildik. Demak, biz chet elda bexaroban xotirjam yashab o'tibdik. Biz vatanimizdagi shu xalq qilgan ishni qilolmay o'tibdik debchi. Ham bu bizga bir nim bo'ldi-da. Doğru. Endi buni ben kısaca bir qo'shib qo'yay. Birinchisi, Xitoy kommunistleri aziz yurtimiz Sharqiy Turkistonda ishg'ol qilgan vaqtida Urumchidagi Xitoy nufusi %10-15% ga yetmaydi. Ruqiya Gulchehra xonim. Bu 1949 dan 60 yil o'tgandan keyingi bu ishg'ol jarayonida Xitoy kommunistleri Urumchida faqatlam Xitoy shahri qilyapti. Hozir %80 dan ortiq Xitoy ko'chmanlar yashaydi. Shundaymi? To'g'ri. 90% ga yaqin. Demaklik Xitoy mundaq bir niyatda biz Urumchini Xitoylashtirib bo'ldik. Urumchi tugidi degan yaga yetgan. Shu nazarda qaraydik-ku Xitoy Urumchiga. Bizning eng ojizlashgan, eng suslashgan yurtimizdagi shaharlardan birisi Urumchi bo'lgan. Urumchida %10-15% osonlikqa chiqib qolgan Uyg'ur qarindoshlarimiz, avlodlarimiz Uyg'urning %1% ga chiqib qolsa-mu Xitoyga taqobil tura oladiganligini ko'rsatdi. Qarang, bu biz uchun chet eldagi Uyg'urlar uchun nihoyat zo'r umid, vatan ichidagi qolgan qarindoshlarimizga nihoyat cho'ng bir umid bo'lib chiqdi. Bu mushadan boshlaydigan bo'lsak, misol shu %10-15% lik Uyg'ur Xitoyni qanchalik cho'chitdi, qanchalik bir ishni o'tirg'i chiqadi. U bolalarning qo'lida qurol bormidi? Yo'q. Tömürning sunuqi yo'q o bicharaning qo'lida. Ular amalsiz qurolli Xitoy armiylariga qarshi ol iymoni bilan, vijdoni bilan, Uyg'ur bo'lish g'ururi bilan jinini tikib, shahid bo'lishni ko'zga ilib chiqdi. Va ular hammasi shahid bo'ldi inshaalloh. Allohning indida ular inshaalloh abadiy jannatni o'tib chiqdi. Millatimizning qahramonlari ular bizga yangi bir tarixni yozib o'tdi. Bizning Uyg'urning tarihi mencha shu 90dagi Barin, 95dagi Xotan, 97dagi G'ulji voqeasi va oxirgi yaqin tariximizda shu Urumchi voqeasi bizning tariximizning boshlang'ichlari. Bu milliy mustaqillik tariximizning boshlang'ichlari. Endi buningda qolgan Uyg'urlarga qanday bir turtki bo'ldi, qanday bir umid keldi. Davomli
Xitoy o'libdi. Uyg'ur o'libdi, Xitoy o'ltirdi. Shundaqmi? Uyg'ur sukut bilan Xitoy o'ltasi shuningga bo'ysunib, shuningga rozi bo'lib, shuningga chidab turibdi. Ammo bishini ko'taranmaydi, ovozni chiqaranmaydi, namoyish qilinmaydi. Ammo birinchi qitim shu Urumchi voqeasi 5-iyulda Uyg'urningki namoyish qila oladiganligini, qo'lda qurol bo'lmasimi, o'lib qurbon bera oladiganligini, vatani, millati, dini uchun buni qila oladiganini ko'rsatdi va qolganligiga cho'ng bir jasorat urug'ini soldi. Biz umid qilamizki, shu 5-iyul voqeasi millatimizda Xitoyga qarta nazariyaning, ularga bo'lgan nishonning va mustaqillik nishonining qanchalik sog'lom bir urug' bilan silinganligining menga boshlang'ichi bo'ldi. Ya'ni shundan boshqa misol Xitoyninki bo'g'ib yo'q qilaman degan Sharqiy Turkiston xalqi butun dunyoga Uyg'ur xalqining mavjud ekanligini biz 1.300.000.000 Xitoy bizni yo'q qilamiz desimi, biz yo'q olmadik, biz tik turyapmiz degan bir mesajni butun dunyoga berdi. Sözümüzü davamlaştırırız. Endi naq maydondan kelgan uchurlarga qaraganda hozir Amerika poytaxti Washingtonda ya'ni bugun boshlanmoqchi bo'lgan namoyishning tayyorliklari bitgandek turdi. Undaqda ekranimizni naq maydonga yetkazsak, naq maydondagi xizmatchilarimiz, ya'ni muxbirimiz Erkin bugungi namoyish ahvolidan ko'rguchilarimizni hammalarni xabardor qilmoqchi. Assalomu alaykum Erkin, qanday ahvolingiz? Qanday Gulchehra, yaxshimisiz? Yaxshi, bugun havo nihoyatda issiq, bilimi, o'sha atrofdagi muhit, ya'ni namoyish ahvolidan bizni azroq xabardor qilgan bo'lsangiz. Nihoyat yaxshi bo'ladi. Hozir Xitoyning Amerika turishlik elchixonasi oldidagi namoyish davomlashyapti. Namoyish bayon boshlandi. Albatta, Amerikaningki poytaxti Washington va uning atrofidagi shtatlardan kelgan va Kanada ham Gollandiya qatorliq bir qism ellardan kelgan ba'zi kishilarning qatnashishi bilan namoyish bayon boshlandi bir qancha minutning oldida. Namoyishga taxminan 30-40 odam kilo qatnashyapti. Shundaqla har qaysi shtatlardan va namoyishga biroz kechikka Uyg'urlar davomli yetib kelyapti. Albatta namoyishchilarning ta'ligiga binoan ta'liga asosan bugun kunni bakmi issiqtab ketgan olmaydi. Ilgiriki oldingi 2-3 kunning oldiga qaraganda biroz so'g'aq. Namoyishchilar hozir sizlarni ko'ryapotganingizda kaynimizda Xitoy elchixonasining oldida har xil namoyish sho'rlarni to'layapti. Xitoy hukumatiningki bastırış hareketleriga, yaqindan buyon Uyg'ur elida yuz bergan voqealarga, uning keyindan 5-yildan keyin izdireksiz yo'qolib ketgan Uyg'urlarni izdirikini berish, bastırishni to'xtatish, qo'lga olishni to'xtatish, nazarband qilishni to'xtatish va shuningga o'xshash har xil bastırış qilmishlarini to'xtatishni talab qilib, sho'rlarni to'layapti. Namoyishga bir qancha minutning oldida boshlandi. Erkin, bilishimcha bugungi namoyishga Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qadir xonim ishtirok qilmoqchi ekan. Xonimning qadimiyatimi namoyish maydoniga? Albatta, xonim namoyishga eng burun kelgan kishilarning biri. Xonim bayon aytib kelganki, hozir ehtimol birozdan keyin xonim biroz namoyishchilarga va Xitoy hukumatiga xitob qilib, o'ziniki nutqini e'lon qilishi mumkin. Xonim bilan birga yana uning yordamchilari va Sidiqoji Ro'ziya yo'ldoshi va shuning o'xshash odamlar birinchi qitim maydonga yetib keldi. Xonim hozir namoyishchilarning orasida. Siz degandek bu Washingtonda ilib berilayotgan namoyishga Dunyo Uyg'ur qurultayininki bir qism raislari va shu Amerika Uyg'ur jamiyatininki rahbarlari va inson haqlari, ya'ni Uyg'ur xalqaro demokratiya va inson haqlari fondining odamlardan boshqa xalqaro tashkilotlardan vakillar bormi ilgirki yillarga o'xshash? Albatta, bu hozir xalqaro kechirim tashkiloti, uning keyin Mo'ng'ullarning shu Neyurukni markaz qilgan Janubiy Mong'oliya kishilik huquq va demokratiya markazi, uningdan boshqa yana Uyg'urlarningki xalqaro Uyg'ur demokratiya va kishilik huquq fondi jamiyati, Amerika Uyg'ur jamiyati qatorliq tashkilotlar bu qitimqi namoyishda hozir bo'ldi, qatnashyapti va Uyg'urlarningki da'vosini qo'llaydiganligini tuvanda sizlar anglab turgandek ifodalayapti. Albatta, bu qitimqi namoyish Dunyo Uyg'ur qurultayininki 5-iyul voqeasi yetib kelishdan ilgari Dünya Uyg'ur muhojirlarga chiqargan chaqiriqqa asosan Amerika Uyg'ur jamiyati tashkillagan. Albatta bugun namoyishga qatnashgan va bugungi bu faoliyatni qo'llayotgan boshqa millat va xalqaro tashkilot rahbarlarini namoyish jarayonida davomli ziyorat qilamiz, ularning fikrlarini olamiz, keng televizor ko'rguchilarimizga ularning fikrlarini yetkazamiz. Chapata atadigan bo'ldingiz Erkin, rahmat sizga.
Endi o'zimizning Arzimaydi. Salomat bo'ling. qaytib kelsak, bo'ldi, rahmat. Ko'rdinglar, September aka siz degandek, Washingtonda, ya'ni 5-iyul voqeasining 3 yilligini xotirlash faoliyatining, ya'ni muqaddimasi boshlandi. Endi bugungi bu faoliyatga Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qodir xonim ishtirok qildi. Siz ham bu ya'ni namoyish uchun Washingtonga yetib kelgan edingiz. Namoyish bilan tang bizning suhbatimizga ishtirok qilyapsiz. Endi bugungi bu suhbatimiz 5-iyul voqeasining 3 yilligini markaz qilib elib berilyapti. Endi mehmonlar sizlar shu o'zingizlarning ko'z qarshida davomli aymay o'tirib qo'yib baqsanglar, shu Uyg'urlarning hayoti, navbatdagi vaziyati, ya'ni Xitoy hukumati bu 5-iyul voqeasidan keyin xalqninki bu xil qarshiliklarni sizlar aytib o'tgandek, bu Uyg'ur bilan Xitoylar o'rtasidagi bu milliy ziddiyatni ittifoqlik shuarini texmi ching'aroq tovlash, shuningdek Uyg'ur xalqining yerlik millatlarning iqtisodiy kirimini yaxshilashni va'da qilish orqali yaxshilaymiz dedi, va'da berdi. Ammo amaliyat, ya'ni bu Xinjiang xizmat yig'inininki amaliy ip bo'lgan bu siyosatlariga qaraganda hozirgi Uyg'urlardagi norozilikni yana kuchaytiryapti. Demakchi, Xitoy hukumatiningki bu siyosati hozirgacha qanday bir unum berdi deb qaraysizlar, muloyiz qilib boqsanglar. Men boshlayman sizmi? Mencha hech qanday unum bermadi, balki aksicha texnik keskinlashtiryapti. Demişki deganda 2010-yili siz degandek 5-oyning 17-sidan 19-gacha Xitoy bu Xinjiang suhbat yig'ini degan yig'inni ochdi. Bu yig'inda amaliyotda nima Sharq Turkistonning iqtisodini yaxshilaymiz degan bilan yordam qildi degan bilan 19 o'lkaga bizning boyligimizni bo'lib berdi. Talon taroj qildi bu bir. Undan keyin bu xohlagancha adam tutish nimasini texnik keskinlashtiryapti. Masalan, shu 5-iyul voqeasidan keyin 12-oyda 24 odamni o'limga hukm qildi, 24 Uyg'urni, 23ni muddatsiz qamoqqa hukm qildi. Ya'ni nurg'unlarni masalan ayrim o'xshamagan darajada qamoq jazolari. Sizning da'vatingiz 6 qitimliq sud jarayoni. 6 qitimliq sud jarayoni. Undan keyingisini biz hozirgacha xabarsiz. Ya'ni qanchalik odamning yana o'limlarga bo'yilganligi. Chunki dunyo buni bilgandan keyin inson huquqlari tashkilotlari Xitoyga besim qilib qattiq norozilik bildirgachga, undan keyin Xitoy sud ochmadi, yoshirib yotdi. Hozirgacha biz bilmaymiz qanchalikni o'ttirib, qanchalikni turmada nima qilyapti. Ammo har bir oilada yo'qolib ketgan odam bor. Hozirgacha radio Erkin Osiyo radiosining muxbiri 22 odamni aniqlab chiqdi, ammo buningdan jiq bo'lishi mumkin. Bizning bilaligimiz shuda. Shuningga bu Uyg'urlar davomli yo'qolib ketishiga, uning ichida kichik bolalar bor, ham xohlagancha odam tutyapti. Bu bir kunmi to'xtab qolgan yo'q. Bu zulm texmi burunga qaraganda keskinlashib ketdi. Amaliyotda Xitoy u sana azroq iqtisodiy huquqni, iqtisodiy siyosatni yaxshiladik degan bilan u qanday yaxshildi deganda, masalan, Uyg'urlarni saqchi o'rinlarga o'rinlashtirish degandek, o'zining go'shini o'zida qo'riydiganda, ishsizlikdan chiqdi degandek, bu voqeaning asli negizini, ya'ni kelib chiqish sababini burmalash Xitoyning maqsadi, xalqqa burmalab ko'rsatish uchun buni ishga o'rinlashtirib qo'ygandek, azroq og'ziga so'z solgandek, mana ishlarni qilib, xalqning og'zini bosmoqchi. Lekin Uyg'ur bunga aldanmaydi. Nimishga desa, ochiq oshkora bo'ladi, Xitoyning o'ttirayotgani aniq, zulm qilayotgani aniq, har bir uydan yo'qolib ketayotgan odamlar aniq. Unda bo'lgandan keyin uning ustiga u azroq iqtisodiy bir iqtisodiy jihati kichkina ham yaxshi bo'lgan bilan insonning bir erkinligi bo'lmasa, hurligi bo'lmasa, siyosiy erkinligi bo'lmasa, bexatarligi bo'lmasa, qo'saq to'qiganning foydasi yo'q uningki. Chunki bexatarlik yo'q. Uyg'urlar hozir bu 5-iyul voqeasidan keyin duch kelgan eng muhim masala Uyg'urlarning bexatarligi yo'q. Yani neyimiz bir xotirjam yashash yo'q. Burunmi yo'qdi, ammo bu voqeadan keyin bu Xitoy besimni texim kuchaytirib, texim uyg'urlashtiradi. Am siz aytgandek bu Xinjiang xizmat yig'inidan keyin ilib berilayotgan siyosatlarga qaraganda yana bir ko'rinarli masala, ya'ni oldimizda sonliq ma'lumotlari bilan oshkor bo'lgan masala ko'chman yetkash. Ya'ni Xitoy hukumati bu sohalar bo'yicha Uyg'ur eliga yordam berish bu bahanasida siz degandek 19 o'lka shahar va uningda jiq bo'lishi mumkin. Joylardan har xil bahanalar bilan Xitoy ko'chmanlarni Uyg'ur eliga yordam berdi degan bu program bilan yutkayotidu. Endi Xitoy hukumatimiz siz aytgandek Uyg'urlardagi bu xil norozilik va yoki ya'ni bexatarsizlik tuyg'usini his qilgan bo'lishi mumkin. Siz aka siz deb baqsangiz Xitoy hukumati endi navbatdagi mushu ko'chman yutkash siyosati bilan nimalarni ishga oshira oladi? Buningki tahdidi nima? Shu. Endi Xitoyninki e'lon qilinishicha taqriban 200 milliard dollarlik bir mablag' silib bu 15-20 yil jarayonida Sharq Turkistonni iqtisodiy jihatdan ko'tarib chiqadiganligini buni e'lon qilyapti Xitoy.
şahsen benim göz karşım şu. Milletimiz bu iqtisadi baylıktan bir narsa talep qilgani yo'q. Xitoy agar bizning yurtimizga bayliq silayotgan bo'lsa yoki mablag' yo'tkayotgan bo'lsa, bundan minnatdor bo'lmasin. Bizning yurtimizdan ap qochgan bayliqning mingdan birini bersa, o Xitoyninki bergan bayliqining balkim natijasi chiqadi. O Xitoy o'g'irlab, bulab, talab o'ltirib, bizga sadaqa bergandek yoki zakat bergandek yordam qilmasa, biz uningga minnatdor bo'lmaymiz. Xitoyga qat'iy qo'shamiz tutmaymiz. Biz buningdagi ko'z qarashimiz shu. Xitoy bizni iqtisodiy jihatdan biraz huzurlantirish yoki biraz imtiyozga erishtirish orqali bizni aldamiki yoki bizni qoyil qilamiki, men qat'iy bunga ishonmayman. Milletimizningki irodasi shundoq sog'lomki, milletimiz shu niyatga yetiklik. Milletimiz birinchisi milliy kimligiga bo'lgan tajovuzning to'xtatilishini xohlaydi. Ikkinchisi diniy erkinlikini, bunun ustidagi bisimni, bu haqdagi Xitoyninki tajovuzlarini albatta buni rad qiladi. Üçüncüsü, bizning ma'rifda bo'layotgan qo'sh tillik ma'rif ostidagi shu suiqasd bilan bizning 6-7 yoshdagi yosh bolalarimizni, o'smir bolalarimizni 2005-yili boshlagan bu siyosat bilan Xitoyning ichki o'lkalariga apirib, ularni kommunist, ateist ideologiyada tarbiyalab, o'zining ota-onalariga, o'zining millatiga, o'zining vataniga birer xoin, Xitoy Kommunist partiyasiga birer qul qilib yasab chiqmoqchi. Bu siyosatni bilyapmiz. Xitoy yana shu bizningki 18-25 yosh oralig'idagi shu qizlarimizni, shu Shaugan voqeasiga sabab bo'lgan shu qizlarimizni ish tadbirman degan bano bilan yutkayotidu. Ularni nihoyat ig'ir shartlarda zavodlarda ishlatyapti, g'aylini g'ayri axloqiy yerlarda ishlatyapti. Bu bizning milliy axloqiy va diniy kimligimizga bo'lgan tajovuz. Bu Uyg'urninki qiz o'g'illarining to'y qilish orqali naslini davom qilish bu erkinligining oldidagi eng chong tahdid. Xitoy har bir Uyg'urga qilayotgan yaxshilik degan shu siyosatning orqasida bir suiqasdlar Uyg'urga. Men ishonaman, Xudo haqqi, hech qanday bir Xitoyning planining orqasida bir yaxshi niyat yo'q. Har bir planimiz ma'vo Uyg'urga yaxshilik degan planning orqasida Uyg'ur millatini, Sharqiy Turkistonni tubdan yo'q qilishninki, balkim 20 yil, 30 yil, 50 yil keyingi siyosatninki buraqlari, onun işaretleri çıkıp durdu. Demekçi köçmen yötkeş siyaseti mi şunun? Elbette, şunu şeye kelime hazır. Bu köçmen yötkeşteki maksat mı? Şarkı Türkistan'da iş bombasa, eğer iş yok olsa sen ne için Uygurlarını başka yurtlara, Xitay'ın eski ülkelerine yötkeysen, bugünkü sahne 500 binden artık kimiler 1 milyonga yakındaydı. Bilmeyimiz. Biz onu tekşiriş ilip bağmadık. Müstakil tekşiriş ilip bağlayan birisinin mi kirgini yok. Xitay özü bildi o sanını. Bir Allah bildi, bir Xitay bildi. Endi Şarkı Türkistan'da baylık olmasa, o baylıkның, o neftinin, gazının qanday ketib bağlanlığını bütün dünyaya özü ilan qılaqlıq. Eğer Şarkı Türkistan hakikaten namrat ve kembağal olsa, bu yüzmünlüğün yaş ballarımız, oğul ballarımız, kızlarımızın neme için sen Xitayga ötkeysen ve Şarkı Türkistan'da baylık olmağandakin köşmenlerini ötkep sen nemiş akilisən? Bu özünün fikrini, özününki iddiasını özü rad qilgan bir Xitoy. Endi buningdagi maqsad Sharqiy Turkistondagi sonliqni ko'paytirish orqali, Uyg'urni azaytish orqali kelgusida dunyoda demokrasiya bir küçük yezga aylanib ketib boradi dunyo. Bir yezdek küçük bir narsaga aylanib ketib boradi. Bugungi kunda dedik-ku, yuqorida degandek, Afrikada bo'layotgan bu Misr, Libiya, Yaman, Suriya va hokazo kelgusida Iran, Koreya belki növbətdə Xitayga bardigan bu demokrasiyada öz taqdirini öz belgilash, bir referendum bo'lib qolsa, bir erkin ovoz bilan Sharqiy Turkistonning taqdirini belgilash imkoniyati Uyg'ur xalqiga berilsa, shu yerdami Uyg'urning ovozini bo'g'ash uchun sonni ko'paytirish orqali, Uyg'urning nüfusini yo'q qilish orqali demokrasiyaning mu oldini olish kelgusida u yerda bir erkin saylamdimi, yana Sharqiy Turkistonda Xitoyning juti, Xitoyning zemini qilish uchun mushu o'yinni o'ynayapti. Biz bunga qarshi. Bugun Uyg'ur xalqi mal emas, hayvon emas, yaxshi qo'tang'i solab, yaxshi ig'ildi biqib, uning qo'sqig'i eng yaxshi narsani yegizib, uni chishini tarab, kesib, uni biqib axir bo'g'izlaydigan. Uyg'ur xalqi inson, Uyg'ur xalqininki milliy, diniy, urfi va uning tarixiy kimligi va o'zga uchliq bir alohidaligi va Uyg'ur millati tarix yaratgan bir millat. Uyg'ur xalqi madaniy bir millat. Bugungi kunda biz Xitoydek kommunist, qalaq, dinsiz va madaniyatsiz bir millatning ostida bo'lganligimiz uchun 15-16 asrni yashayapmiz. Yuzlarda xalqimiz qaysi turmush sharoitida yashayotini buni mendan yaxshi bilasizlar. Shuning uchun Xitoy bu
tug'ut cheklash siyosati bu orqali Uyg'urni yo'q qilish, ko'chman yo'tkash siyosati bu orqali Uyg'urni yo'q qilish yoki Uyg'urni Xitoyning o'lkalariga yo'tkash orqali Uyg'urni yo'q qilish bu siyosatdan darhol voz kechish kerak. Bizning diniy erkinligimizni qo'limizga berish kerak. Bugungi kunda Sharqiy Turkistonning shaharlarda kishilarningki kishilik haqqi bo'lgan ayollarning hijab qilish, erlarningki saqal qo'yish, bularni cheklab, bularni tutgan yerda turmaga solab jazolayotdi. Bunday qilsa Xitoy o'zining ajilini, o'zining oqibatini o'zi olib chiqadi. Millatimiz ochlikka chidaydi. Millatimiz xarliqqa chidaydi, lekin diniy va milliy shu yuqorida deyilgan shu haq va huquqiga tajovuz qilingan vaqtida millatimiz 5-yilga o'xshash o'limni ko'zga ilib Xitoyga taqobil turdi. Endi Seyit aka, siz degandek Xitoy balkim buningdan 20-30 yil va yoki 50 yil keyin o'ylayotgan bo'lsa kerak dedingiz. Ya'ni Xitoy ko'chman yo'tkash orqali shu joydagi Uyg'urlarning nopusini, ya'ni sonini tuvan tushsa keyingi xalqarada agar demokratiya orqali ovoz tashlab zodi Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lamdi, bo'lmamdi degandek bir savollar qo'yilganda Uyg'urlar yana ziyon tortishi mumkin. Shuning uchun Xitoy oldin ola tayyorlik ko'ryapti dedingiz. Unda bo'lsa Uyg'urlar bunun qarshi nima harakat qilish kerak? Buningga tayyormi? Chet eldagi Uyg'urlar buning qarshi o'zlarining programmalarida yoki davoringlarda Xitoyning mush ko'chman siyosatiga nuqul oldi. Shuning qarshi qanday bir tayyorliginglar bor? Men sizga shuni dey qarang. Bugungi kunda xalqaro tashkilotlar, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti deymiz. Dunyodagi adolatni so'raydigan va adolatni so'rash uchun barpo qilingan bir tashkilot, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti. Xitoy kommunistlari bo'lsa, bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 5 doimiy a'zosidan birisi va veto haqqiga ega. Shundaqmi? Biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kishilik huquq doirasida bo'lsin, mayli demokratiya, mayli boshqa tizimlarda bo'lsin, bu Sharqiy Turkiston davosini Uyg'ur xalqining haq huquqini akilishda qanchalik qiynalyapmiz. Bizning eng oddiysi inson haqlari temasida so'z ilish uchun bizning bergan ajrimiz, emgaklarimiz Xitoy diplomatlari tomonidan bo'g'ilish va ularning ustalni ishg'ol qilish orqali Sharqiy Turkiston davosining Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kelishni oldin olish siyosati bilan buningdimi nurg'un ziyonkashlikka uchrayapmiz. Ama shundoq bo'lsa-mu, Xitoyning butun shu hujum tajovuzlariga qaramay, yana bugun Dunyo Uyg'ur qurultiyi Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki nurg'un suhbatlarda Xitoy bilan taqobil turib, Xitoyga qarta g'alaba qilib, shu kursida Uyg'ur davosini necha qitim sahnaga olib chiqdik. Yevropa parlamentda burun bo'lib baqqan ishlar emas. Yevropa parlamentda biz Uyg'ur davosini eng oddiysi Qashqardagi bizningki kimligimizning, tarixiy kimligimizningki Xitoylar tomonidan qanday yo'q qilinish oldida bo'lganligini, qanday Xitoyningki Uyg'urning insonlarni yo'q qilganning sirtida imoratlarimizga taqat keltirolmaganligini, buningmi chidamaslik qilganligini, buningmi necha asrlik tarixiy Qashqar mahallarining, o'ylarining, imoratlarining yo'q qilganligini, buni biz tema qilib Yevropa parlamentda konferans o'tkazdik. Bularni qilyapmiz. Biz burunqidek emas, hozir mesela nurg'unlagan davlatlarning parlamentlarida siyosiy arboblar bilan, hukumat boshliqlari bilan, ministrlar bilan bular bilan uchrash bilish orqali biz bu faoliyatlarimizni inshaalloh xalqaro bir vaziyatga aylantiryapmiz. Lekin eng nuqtali yeri shu, Xitoyga qarta hech qanday bir kuchninki to'xta deb uni to'xtatish imkoniyati bo'lmayapti. Xitoy hech qandayga e'tibor qilmayapti. Afsus, Amnesty International deylik yoki Human Rights deylik. Bu tashkilotlarningki Xitoyga bergan bahosini aytdi adolatlik. Xitoyning Sharqiy Turkistonda qanchalik zo'ravonlik bilan Uyg'ur xalqini qanday yo'q qilganligini isbot paketlari bilan, son sipirlar bilan bular har yil nashr qilingan materiallarda, hujjatlik materiallarda o'tirib qo'yaylik. Lekin bularningki qaror ilish yoki bu haqda bisim ishlatish, to'xtatish huquqi yo'q. Tavsiya qarori ola oladi. Ammo xalqarodagi qaror ilish huquqiga ega davlatlarningki ichida bo'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi eng chong tashkilotda Xitoyningki veto qilish haqqi bizning Xitoy ustida shikoyat qilib uni natijalantirish imkoniyatimizni ma'lesaf cho'ng raqobatda. Ammo biz shunday bo'lsa-mu, nurg'unlagan yerda Xitoyni pash qilib, Xitoyning jinoyatlarini yuzga urib, kelgusida dunyoga jahongir davlat bo'laman degan iddiada chiqqan Xitoyni har yerda rasvoyizm qilamiz. Buni biz qilishga davom qilamiz. Chunki biz buningda haqliq bir da'voning egasi biz. Haqliq bo'lgan shuni unutmanglar. Kim haqliq bo'lsa shu kuchli bo'ladi. O qo'lda qurol bor, iqtisod va odam soni ko'p. Xalqaroda men har organda vazifa olib shu yerda bo'g'alayman degani nol. Bugungi kunda Xitoy
20 milyon Şarkı Türkistan'daki Uygur Müslümanları ne için koydu? Çünkü Şarkı Türkistan'a zoravanlık bile kirip aldı. Üyada nahak, üyada cinayetçi, üyada Uğur'a okşaş, bulançıga okşaş, yüzü kızırıp durdu. Şunun için azgınan bir haklık davanın igisi olgan Uygur halkının ve Dünya Uygur Kurultayı'nın ki kanunluk halatda tinçlik bilen halkarada ilip barıvatkan faaliyetleri Xitayni xudu bir qarabasqanga okşaş, uykusuz koymakta, bir aram kılmakta, ciddiyanmaklık. Biz inşallah bu faaliyetlerimizi üzüksüz devamlaştırırız. Rukiye Hanım, siz mi Xitay'nınki bazı bir mulayız torbatlarını körüp dursunuz dep oylayman. Mening közüm düşken bir nokta, bazı Xitay mulayizçileri hatta 5 iyul vakasından Uygurlarning ilham alganligini sezgen bolsa kerak. Şunun qarşı yazgan maqalalarda mush mayli qandal bolsun 5 iyul vakası bolganligi uchun mushunchalik jiqjon qirildi. Mayli Uygurlar bolsun, mayli Xitay bolsun ve yoki boshqa asonliq millatlar bolsun, nurg'un yani canla ölüşük sebep oldu. 5 iyul vakası çıkmayımı Uygurlar bu Şavgan vakasını başka yol bilen ifade kılalaydı degandek sözler bilen Uygurlarning ilhamıga yani taş etti. Şamız ulanı uruş için şundaq bir kelimelerini oturup koyganlığını ve bunun xili bir yani okuş nispetini yani torda görüş nispetiga erişkenligidan xabardarmiz. Endi siz mushundaq degichilar yani 5 iyul vakası shunchalik qon to'kishga sebep bo'lib qoldi degan ko'z qarashdagilarga nim deb javob tayyorlaysiz? Xitoyning u butunlay o'yini deyotgan. Masalan, 5 iyul vaqasi sabab bo'lib qoldi bunda qon to'kilishga degan. Qon to'kmay bo'lmaydi. O bizning vatanimiz, bizning zaminimiz, sen besib olgan, besib kirib olgan bir tajovuzchi u yerga Xitoyda. Hamda u yerda faqat o 5 iyul vaqasi qon to'kilishga sabab bo'lib qolmadi yoki Şavgan vaqasi sabab bo'lib qolmadi. Bu bizning tarixiy masalamiz, bu bizning yer masalamiz, bu bizning milliy kimlik masalamiz, bu bizning o'zimizning hayotini saqlab qilish masalamiz Uyg'urlarning hozir Xitoy bilan da. Boya dedim ya sen tursa ya men tursa degaga yetdik Uyg'urlar Xitoy bilan. Unda bo'lgandan keyin bu hargizmi bu 5 iyul vaqasi chiqmagan bo'lsa biz yana Uyg'urlar bilan yaxshi o'taverdik deb. Unda bir ish yo'q bu yerda. 5 iyul vaqasi chiqmagan bo'lsa Uyg'urlar baxtli bo'lib ketadi degan bir mumkin emas chunki bu kurash 60 yildan beri davomlashib kelyapti-da u yerda. Unda bu bir vaqa chiqib tuyuqsiz bir Şavgan vaqasi chiqib bir vaqaning sababidan bo'lib qolgan ish emas bu. Shuning uchun u Xitoylar hamda bundaqda ba'zi Uyg'urlarni yana aldab bir qism Uyg'urlar masalan idora jamiyatga shu vaqtda namoyish qatnashmagan, chiqmagan, uyga mümkün olgan bir qism Uyg'urlar bor. Endi Xitoylar bilan biz hech nima demasak Xitoylar bizning nenimizni beraversa, biz Abay Sitkam degandek sadiqiga tayinib yashayversak deb shunda o'ylaydigan Uyg'urlar bor. Shu yo'lni aldib, mana bu Uyg'urlar mustaqil bo'lamiz demaydi, hukumatga qarshi chiqmaydi. Xitoy hukumatiningki qonunli hukumat deb qabul qilib biz bilan yashayverdi. Bu Uyg'urlar yaxshi Uyg'urlar deb Uyg'urni ikkiga bo'lib, Xitoy hukumatiga qarshi chiqqan, haq huquqini qo'liga olmoqchi bo'lgan Uyg'urlarni bostirib o'tirib, Uyg'urni ichidan ikkiga bo'lib o'tmoqchi-da, işte narsalarni yezibchi. Amaliyotda bu ishlamaydi, chunki bu Uyg'urlar o'lgandan keyin navbat u Uyg'urga keldi. O'xshash. Endi naq maydonga bir ko'z yugursak, namoyish ahvoli qanday bo'lyapti? Texnik sabab bilan naq maydon bilan bo'lgan aloqamiz uzilib qolgan edi. Hozir qanday bo'ldiki? Qarmoqqa yana namoyishchilar davomli yig'ilayotgandek. Ovoz ulanishi yo'q, shundaqmi? First of all, Chinese authorities, time is running out. You can't go on like this. The only danger what we are facing today is that if this Naq maydonda yana oy yulduzliq ko'k bayroqlar lapildab turibdi. in the future. Dunyoning har joylarida shunga o'xshash namoyishlar elib berildi. Ham Seytkam aytib o'tgandek dunyoning hamma joylarida shunga o'xshash faaliyetler devam kıldı elbette. Endi Seyit'im Türk efendi siz Türkiye'de yani halkaralık inkaslarga bir nazar salsak. Qani aldı bilan naq maydonni namoyish ahvolini bir kuzataylik. Chinese officials are going to be in Washington to talk with US officials. Ekranda so'zlayotgan kim ekan? Tikumarmi? Tikumarning ovozimi? Hurmatli televizor ko'ruvchilar, hozir Xalqaro kechirim tashkilotining Washingtonda turishliq Jungo ishlarini idora qilgan maxsus xodimi Tekumar apandi so'z qilyapti. Bayan uning asosli ta'kidlagan bir nuqtani ta'kidladi. Ya'ni u Jungo hukumatidan 5 iyul vaqasida o'lgan, o'ldirilgan va bu voqeaga javobgar amaldorlarni surishtirishni
va buning javobgarlari bolalarni tepib chiqib jazolashini talab qildi. Tikumar efendi davamlıq şu 5-ci yıl vaqəsindən keyinki fəaliyyətlərə, namayişlərə aktiv qatnaşıb gəvatqan xalqaralıq şu insan hüquqları təşkilatlarının rəhbərlərindən birisi. Erkin naq maydanda. Hazır bayan abaylab ötkendek Tekumar efendi sözlep tügettiği sözünü hem de davamlıq asaslık sözge çıkıvçılar davamlıq özünün sözge çıkıp özüneki Xitay hükümeti olan razılıkını ve Uygur meselesiga bo'lgan qo'llashlarni ifodalab Tövende biz bugünkü namoyish qatnashgan muhim shaxslardan bir qancha odamni ziyorat qilamiz. Oldi bilan biz Rabia Qodirxonimni ziyorat qilmoqchi. Biz Rabia xonimni ziyorat qilgan vaqtimizda yana studiyaga qaytib kelamiz. Demakchi bugungi Rahmat sizga Erkin. Bo'ldi demsa birozdan keyin ko'rishaylik. Bo'ldi. Seyit'im Türk Efendi, Rukiye Turduş Hanım, bu Kanada'da bulsun, Türkiye'de bulsun, dünyanın her qaysı joylarida 5 iyul vaqasi bo'lgan inkas intayin kuchli bo'ldi deb qaraymiz. Yani bir qancha yilmish xabar berish jarayonida bu kadar zo'r namoyishlarni Uyg'urlarning bu kadar keyindan ulangan bu xil faoliyatlarni xotirlash faoliyatlarini dokumentlarini, yani 5 iyul vaqasi va Uyg'urlarning vaziyati haqidagi bu xil tayyorlagan dokladlarni uchratmagandik. Siz degandek 5 iyul vaqasi chet eldagi Uyg'ur faoliyatchilarining faoliyatlarini kuchaytirdi. Yani xalqaro jamiyatning Uyg'urlarga bo'lgan nazari, yani ko'ngil bo'lishiga turtki bo'ldi deb qarayman. Bu ahvollardan yani Seyit'im Türk Efendi Turkiyaning inkosi nihoyatda kuchli va qaratmalik bo'lgan, yani tunji bo'lib bu Xitoyninki Uyg'urlarga qarata bir irqiy qirg'inchilik ifoda degan so'z Turkiya hukumatining og'zidan chiqdi. Demakchi Turkiyadagi ahvollardan siz intayin xabardor. Uyg'ur xalqimi qarmoqqa turklarni o'zining qerindishi deb bilgashki, Turkiyaning inkosiga bakarak, yani ahamiyat bergandek bulardan ta'sirot olgandek his qildik. Bo'pmi shu Erdo'g'anning yaqinda Urumchiga borgan ziyoratida Uyg'urlarning uni shunchalik qizg'in qarshi elishi, hatto ko'z yoshlari orqali, hatto turkchini bilmasimi o'zlarining ko'ngil so'zlarini yamab surib so'zlab o'zining turk xalqini yaxshi ko'ramiz deb mushundaq o'zining nimalarini ifodaladi. Bulardanmi hamda yani Uyg'urlarning yanada chet ellardanmi zo'r umid kutayotganligi, xalqaro jamiyatning bizning holimizga qarag'in deb nido qilayotganligini ko'rib olamiz, shundaqmi? Endi Rabia Qodirxonim tayyor bo'lgan o'xshaydi. Qani ekranimizni yana shunday maydonga yetkazsak, qani Erkin. Gülcekra yaxshimisiz? Hozir biz Rabia xonim bilan birga turibman. Keyninglarda ko'rayotganlar namoyish davomlashyapti. Ko'rayotganinglardek hamma yerda ko'k bayroq. Xitoy elchixonasi oqimizda. Bugungi namoyishning bosh yetakchisi Rabia xonim. Bu munosabat bilan biz Rabia xonimni maxsus ziyorat qildik. Rabia xonim bugun Xitoyning elchixonasi oldida turibsiz. 5 iyul vaqasining 3 yilligi bugun. Mushu 3 yillik munosabati bilan Xitoy hukumatiga nima demoqchi? Bugun Uyg'ur xalqining bir ko'zidan qon, bir ko'zidan yosh oqqan kuni. Bugun Uyg'ur xalqining unutilmaydigan tarixdagi eng cho'ng qirg'inchilik genosid bo'lgan kuni. Bugun Uyg'ur xalqining diktator kommunist Xitoyning zulmi ostida minglarcha, 10 minglarcha turmaga kirib g'oyib bo'lib ketgan kuni. Bugun faşist Xitoyning rahimsizlarcha Uyg'ur xalqining yosh farzandlarining beshi bilan, qini bilan Sharq Turkiston, Uyg'uriston zaminini qonga milgan kuni. Shuning uchun bugun biz har yili 7 ayning 5-i mashaga chiqib namoyish qilib, Xitoy hukumatiga o'zimizning noroziligimizni bildiramiz. Ham Xitoy hukumatiga o'zimizning qonli qirg'inchilikqa duch kelgan xalqimizni bir kun erkinlikka chiqirdiganligimiz haqida signal beramiz. Bu yerda xonim gapingizni bo'lib kechirasiz. Xitoy hukumatidan mushu kun munosabati bilan o'tirg'i qo'yadigan va xalqaro jamoatchiligining diqqat qilishiga chaqiradigan alohida talablaringiz bormi? Birinchi, Xitoy hukumatini, Uyg'ur xalqini
nihoyatda tez turmada tutqun qilingan 10 minglarcha necha 10 minglаған Uyg'urlarni jiddiy qo'yib berishini, gunohsiz o'zi yolg'on terrorizm degan laqab bilan tutgan, gunohsiz o'zining erkinligini talab qilgan erkinlik jangchilarini turmadan qo'yib berishni talab qilamiz. Ikkinchi, Xitoy hukumatidan bizning zaminimizni va bizning erkinligimizni qaytarib berishni, bizning aslimizga qaytarib haqiqiy o'zining avtonom qonuni degan avtonom qonunini o'zining qonuniga o'zi xiloflik qilmay bizning milliy kimligimizga tajovuzchilik qilgan tajovuzchiligini to'xtatishini va ko'chmanlarni to'xtatishini, Uyg'urlarni bostirishni to'xtatishini, xalqimizni, zaminimizni qaytarib berishni talab qilamiz. Biz Uyg'ur Xitoy hukumatidan bizning tilimizni assimilyatsiya qilish, dinimizni assimilyatsiya qilish, urf-odatimiz va tariximizni assimilyatsiya qilish, dunyoni aldash, bizni aldash, o'zining xalqini aldashni to'xtatib, haqiqiy demokratiya tuzumini o'rnatishni talab qilamiz. Endi Uyg'urlarniki hozirgi vaziyatini aytgan vaqtida 2003-yil 2009-yili 5-iyul voqeasi yuz bergandan bu yanqi Uyg'urlarning vaziyati, bo'libmi yaqindan bu yan Xotanda yuz bergan voqealar haqida. Bu qanday Xitoy hukumati 7-oyning 5-i mushu qirg'inchilikni ep bo'lgandan keyin bir qitimmi Xitoy hukumatining Uyg'urlarning ustidan bostirishni to'xtatish yoki Uyg'urlar bilan Sharq Turkistonda yoki Uyg'uristonda yashayotgan har millat xalqining o'rtasidagi masalani hal qilish emas, Xitoy hukumati to'xtamay Uyg'urlarni qirg'in qilyotdi. Masalan, Qashqar voqeasi, masalan, Xotan voqeasi, masalan, 12 yoshlik bir bolani diniy maktabda o'qiganlik uchun shundoq vahshiy, dahshatli qiynab o'ltirganligi, o'ltirish voqeasi va ko'chalarda Uyg'urlarni hech qanday buyruqsiz, hech qanday sababsiz etib o'ltirib, bular to'planchilar bo'lganligi uchun etib o'ltirib bitimiz deyotganligini, ham saniga ochiqib Uyg'urlarni oqmoq o'lim jazosi hukm qilayotganligini va Kucha, Oqsu, Urumchilarda o'ltirilayotgan Uyg'urlar voqeasi bir daqiqani to'xtab qolmadi. Uyg'ur xalqining o'zining erkinlik jingimi bir daqiqa to'xtab qolmadi. Biz to'xtab qolmaymiz. Biz Xitoy bizni o'ltirib tugatanmaydi. Xitoy hukumati hargizmi Uyg'ur xalqini o'ltirib tugatanmaydi. Chunki bu dunyoda 2000 yillar qirg'inchilik uchirgan millatlar tugmay o'zining davlatiga qaytib bordi. Uyg'ur xalqi o'zining erkinligini oladi. Chunki u o'zining erkinligi uchun kurash qildigan, kurashchan ideyasidan, axloqidan, o'zining milliy kimligidan, o'zining ozodligidan, shu ozodlik kurashdan bir kun to'xtab qolmadi. Shunchalik ham badallarni to'ladi. Minglarcha bolalardan arildi, minglarcha onalardan arildi. Men farzandlarim turmadi, men arildim. Uyg'ur xalqi to'xtab qolmadi. Naq maydon Naq maydonda texnikалық мәселелер sababli Rabiya Qadir xonimning so'zining oxirini anglayolmay qoldik. Mushu vaqtdan foydalanib, mushu orliqda biz Rabiya Qadir xonim aytgandek va ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyi talab qilayotgandek Xitoydan ya'ni g'oyiblar 5-iyul voqeasida yo'qolib ketganlar tutilganlarning tizimligi bularningki ismlarini dunyoga oshkorlashni talab qilyotdi. Hozirgacha endi o'xshamagan uchurlarga asosan to'plagan ma'lumotlarimizdan faqat 5-iyul voqeasi jarayoni va undan keyin mushu yo'qolib ketgan Uyg'urlardan 22siningki haqiqiy kimliklari va salohiyati ma'lum bo'ldi. Tuvanda mushu vaqtdan foydalanib mushu 22 Uyg'ur haqida qisqacha uchur berishni to'g'ri topdik. Qani diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy qurolliq saqchi qismlari 7-oyning 6-kuni tushdan keyin soat 3da Sanshangza 2-ko'cha 21-qoradan 15 yosh bilan 50 yosh orasidagi 15 er kishini tutib mangan. Mana bu 15 kishining biri bo'lgan Muxtar Mahraddin 3 yildan beri hech qanday xabar yo'q. 5-iyuldan keyin tutilib g'oyib bo'lganlar orasida har qanday bir harakatga qatnashqidek majolimi bo'lmagan og'riq bemorlarmi bor. Jumajon Tursun ig'ir o'pka tuberkuloz kasali bo'lib, u Urumchida doktorxonadan o'kil soldirib kelayotgan yo'l ustida tutqun qilingan. Tijoratchi Abdug'ani Azizning kompartiya a'zolik salohiyati hatto Urumchida vazifa o'tayotgan Xitoy askarlariga suv va tovus sunib ko'rsatgan sadoqati uni tutilish va g'oyib bo'lishdan bo'g'dab qolamagan. Abdusamad Ablat ish va hayot yo'li izlab 5-iyuldan 10 kun burun Urumchiga yetib kelgan. 5-iyul kuni tushdan keyin tuqqunning uyidan sirtqa chiqib ketgancha qaytib kelmagan. 2009-yil 8-oyning 11-kuni Urumchida bir turkum mahbuslar
uçusida mayka va kalta ishton, put-qo'llarida ko'yizi kishan holatida ko'cha aylantirib sazay qilingan. Mana bularning biri Xotan Qarqashliq Nabijon Ali. 2009 yili 10 ayning 20 kuni Dönkörükdə kiyim-kechak savdosi qilayotgan Akbar Tursunni do'kondan elib ketgan. Akbar Tursunning ayolining bildirishicha, Akbar Tursunni elib ketgan ikki soqchining haqiqiy kimliklari aniqsiz. İmam Mehmet Ali 5 iyul kuni namoyish qatnashgan, 14 iyul kuni tutib ketilgan. İmam Mehmetning onasi Fatigul G'ulom o'g'lini izlash davomida nazarband qilingan. Bosh agmagan chig'ida Urumchidagi ayollar turmisida 7 kun qamab qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, g'oyib bo'lganlarning birisi Tursunjon To'xti. 5 iyul kuni Tursunjon To'xtining putiga o'q tekkan. Uning putidagi jarohat izi jinoyatning paketi deb qarilib, u 8 ayning 1 kuni Xitoy davlat amonlik soqchisi tomonidan tutib ketilgan. Yusuf Turg'un 2009 yili 7 ayning 15 kuni Urumchida tutqun qilingan. 5 iyuldan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lganlardan 2 nafar qozoq. Bulardan biri Amantay Jumatay, yana biri bo'lsa Aytqazi Asanbek. Namoyish va isyonga qatnashgan emas. Faqat chiroylari Uyg'urlarga o'xshab qolganligi uchunla vaqadan keyin tutqun qilingan va g'oyib bo'lgan. Memtimin Yasin. Memtimin Urumchida kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanadi. 7 ayning 6 kuni sahar soat 3 da 2 do'sti bilan birlikda tutib ketilgan. Memtimin Yasinning ayoli navbatda 4 bolasi bilan birlikda yo'ldishining izdirkini elish uchun Xitoy hukumat organlari oldida tinab yurmoqda. Mehmet Barat 5 iyul vaqasidan bir kun keyin Urumchida 15 nafar qo'shnisi bilan birlikda tutib ketilgan. Olim Hilaji 2009 yili Urumchidagi bir shirkatda qo'g'dash xizmati ishlayotgan bo'lib, 7 ayning 10 kuni ish o'rnidan tutib ketilgan. Olim Abdurahim Ostona nomli yezi egilik materiallari shirkatining xo'jayini 5 iyul kundagi namoyish va isyonga qitilmagan. U atisi yo'l to'sayotgan Xitoy soqchilari bilan gap talashganligi uchun tutib ketilgan. Urumchida mashina remontchilik mulozimati bilan shug'ullanayotgan Abdurahim Sidiq 5 iyul tushdan keyin soat 3 atrofida Buloqbeshi bozoriga borgan. U shu soatdan boshlab izdiraksiz g'oyib bo'lgan. Turg'un Obulqasim 9 iyul kuni Xitoy soqchilari muhojirlar mehmonxonasining atrofidagi Marva, Miron, Madina qatorliq 4 restoranning ishchi xizmatchilaridan 70 necha kishini tutib ketgan. Shu kun tutib ketilganlardan Madina tez tomoqxonasining oshpazi Turg'un Obulqasimning hozirgacha uchuri yo'q. 4 balaning otasi bo'lgan Abaxun Sopur 2009 yili Urumchida baqqalchilik qilayotgan bo'lib, 7 ayning 7 kuni bir guruh do'stlari bilan Urumchida ko'chadan tutib ketilib, hozirgacha izdirki berilmagan. Bakri To'xti shu yili 35 yosh, qurilish ishchisi. 2009 yili 8 ayning 10 kuni Urumchi shahrining Ananchu rayonidagi o'ltirishlik uyidan tutib ketilgan. Zakir Mehmet shu yili 7 ayning 6 kuni tushdan keyin soat 5 da Sanshangza 2 ko'chasidagi qo'rovsidan tutib ketilgan. Mehmet Abla Abdurahim Qashqar Qog'iliq noyisidan 2009 yili 7 ayning 6 kuni Urumchi Otbayga maydonidagi turayotgan uyidan 3 do'sti bilan birlikda tutib ketilgan. Mehmet Abla tutilganda 18 yosh edi. Aysajan Ahmed Urumchidagi 88 o'tir maktabining oshpazi bo'lgan Aysajan 5 iyul kuni ayoli To'xtigul bilan namoyish maydonida tutqun qilingan. To'xtigul ig'ir bo'y bo'lg'achqa shu kuni qo'yib etilgan. U tutilib 2 oydan keyin dunyoga kelgan qizi Aziza hozir 3 yoshga yaqinlashgan. Ammo dadasining didorini ko'rish bu narsidiga texchi nasib bo'lmadi. Hozirgacha 5 iyul vaqasidan keyin g'oyib bo'lganlarning 10 ming yoki 100 ming ekanligi haqida hech qanday bir to'liq ma'lumot yo'q. Hozirgacha faqat mush uchurlarga asosan 22 Uyg'urning kimliklari hozirgacha ma'lum bo'ldi. Undaqda hozir naq maydondagi texnikalik masalalarning hal bo'lganligidan uchurimiz bor. Qani Rabiya Qadir xonimning so'zlariga davomli diqqat qilgaysizlar. Ko'güchilar, hozir biz Rabiya xonim bilan Xitoy elchixonasining oldida davomli suhbat o'tkazyapmiz. Rabiya xonim savollarimizni davomlashtiramiz hozir. Rabiya xonim, endi bayam Xitoy hukumatiga ba'zi talablarni o'tirg'a qo'ydingiz, ham ularga ba'zi chaqiriqlarni chiqardingiz. Endi dunyodagi Uyg'urlarga va mamlakat ichidagi Uyg'urlarga deydigan so'zingiz bormi? Men dunyodagi Uyg'urlarning ittifoqlashishini va uyg'onishini umid qilaman. Bugunni emas, atini o'ylashini umid qilaman. Özlerinin tip-tiniş,
Xitoy hukumatining siyosati ostida erib ketmay, kurash qilib o'z erkinligiga erishishni umid qilaman. Dunyoda kurash qilgan millatning ichida erkinlikka erishmagan hech qanday millat yo'q. Bizmi o'z vijdonimiz bilan keldik dunyoga, o'z vijdonimiz bilan ketishimizni umid qilaman. Har bir Uyg'urning oldingi safdagi Uyg'ur davosi epaqallarni qo'llashi va ular bilan birlikda o'zining erkinligini, o'zining avlodini o'ylashini talab qilaman. Men yana Uyg'ur xalqining vatanning ichida va tishida o'zining bexatarligini qattiq qo'g'dash orqasida bir-biri bilan zich munosabatlashib, tinchlik bilan o'zining erkinligini qo'lga keltirishni umid qilaman. Ham shuning bilan Xitoy hukumatidan talab qiladiganim Uyg'urlarni, Mo'ng'ullarni, Tibetlarni va o'zining xalqi bo'lgan Xitoy xalqining ustidagi zulmni to'xtatishini va bizning kimligimizni yo'qotish xom xiyol tushidan o'zini xoli qilishni umid qilaman. Hürmetli televizyon kögüçüler, tövende namayışçılar devamlı şuar tolavatıdı. Namayışçılar oturup koygan meselelerinin biri bayan bizdeki müzakirçilerimiz oturup koygan izdireksiz yokap ketkenler meselesi. Bu meselede siz nimelerni oylaysiz Rabia Hanım? Xitoy hukumati yardar bo'lganlarning bag'rini nima qildi biz bilmaymiz. Qandoq o'ltirib chet elga import eksport qilyotdi ularning o'tkazasini biz bilmaymiz. Shuning uchun izdiraksiz yo'qab ketganlarning nima ketganligini javobini berish kerak va sonini berish kerak. Xitoy hukumati bamisimi biz olamiz bundan keyin. Hamma xalq hushyorligini oshirib, o'zining yo'qab ketgan odamlarni Radio Free Asia va Uyg'ur tashkilotlariga ma'lum qilishini, qo'rqmasligini, chet elga qochib chiqqanlarning mushu izdiraksiz yo'qolganlarning sonini ve ularning kimligini ilip ma'lum qilishini, bizga ma'lum qilishini, Radio Free Asia'ga ma'lum qilishini, bizning dunyoga ma'lum qilish orqali buningdagi yo'qolganlarning oldini ilish xizmatini ilgari surishimizga yordam qilishni. Xitoy hukumatini suhbatga chaqiramsiz. Xitoy hukumatini men allaqachon suhbatga chaqirgan. Xitoy hukumati Uyg'urlarni davomli terrorist to'planchi deb tuhmat chaplamay, mayli Uyg'ur, mayli Tibet, mayli Mo'ng'ul, mayli Xitoy imigratchilari bo'lsin, ular tinchlik bilan suhbatga kelib, masalani hal qilmasa, Xitoy hukumati intayin qattiq keldiganini olib ketish kerak. Hanım siz yuqori dediniz Xitoy hukumatini suhbatga chaqiramiz deb. Sizlar necha yildan buyon har yili Xitoy elchixonasida namoyish qilyapsizlar. Ammo bugunmi shunda bo'lyapti, Xitoylar hech qachon chiqib sizlardan nima talab qildiganliklarini so'rab baqdi. Bugunmi so'ramayapti. Biz Xitoy Muhtaram televizor ko'ruvchilar, ba'zi bir texniklik omillar bilan muhim so'zlarning bir qismlarini anglamayapsizlar. Shundaqdimi maydonimizda, ya'ni Seyit Tömtürk efendi Rabia Qadir xonimning ya'ni yordamchisi, muavin rais Seyit Tömtürk efendi turibdi. Rabia Qadir xonimning nima demoqchi bo'layotganligi hammasi Seyit Tömtürk efendiga muayyan deb qarayman. Hamda sizningcha Rabia Qadir xonimningki o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan talabi Xitoy hukumatiga nimadan iborat? Biz xonimning so'zlarini qisqacha men yig'inchoqlashib tursam, biz 6 ayning 18'de başlap 7 ayning 6'sı tugaydigan Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki Cenevre'deki 20. nöbetli kişilik hukuk komitesi'ndeki yığınıda Mike Efendi Dünya Uygur Kurultayı'na vekaleten 6 ayının 26. günü söz elip kurultayı'na vekaleten şu 5. yıl 2009 günü katil kılıngan, izdireksiz jitken, yok olgan yaki Xitaylarınki malumatı da boğan bir kısım Uygur kırımdaşlarımızdınki belki şehit yaki gayip yaki turmadı bilmeyimiz olanı. Bulardan 23 neferininki isimlikini, tizimlikini ve ularınki kendi dairedeki malumatını Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 20. nöbetlik kişilik hukuk yığınıda bunu söz elip aynen 26'da bunu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki sahnesiga kötürüp çıktı. Demekçi bu jutkenlerin kimlikleri, Elbette. yani hakkındaki bu malumat intayin mühim orunda turdu, şundak mı? Endi bunun da biz maalesef Xitay 5. yıl vakasınınkin qırğan, öldürgen, turmuğu soluğan yaki gayip qılğan Uygurlardan malum bir mezgilgacha xabar alamadık. Çünkü Xitay bir uqtırış ilan qıldı. Kim bala vaqisi yaqinlarini so'rab, ularni iz sürse, ularni ig'ir jazolaymiz deydigan bir uqtırış ilan qıldı. Şunun için biz o'rundan bir ma'lumot egalleyemigen. Hamda asta o'g'irlik, maxfiyat orqali bir narsani egallayapmiz. Xitoyni haqiqatan biz tarixiga apiramiz.
Bo'ladi Gulchehra, hozir sizlar kaynimdek namoyish davomlashyapti. Uyg'urlar, namoyishchilar Xitoy hukumatiga qarshi shuarlarni to'g'layapti. Albatta, shuar qanday shuarlarni to'g'layotganligini yuqoridagi xabarlarimizda deb o'tdik. Bu yerda takrorlashimizning hojati yo'q. Biz bugun mushu fursatdan foydalanib, Janubiy Mong'oliya Demokratiya va kishilik huquq jamiyatining raisi Inxibato Tug'uchuq apandini ziyorat qildik. Inxibato Tug'uchuq apandi Mong'ollarning kishilik huquq davosini qilayotgan Nyu-Yorkni markaz qilib ataqliq Mong'ol zotlarining biri. Bugun Inxibato Tug'uchuq apandidan bu yerda nima uchun kelib Xitoy hukumatiga qarshi Uyg'urlarga yordam qilayotganligini so'raymiz. Could you tell us why are you being here for support the Uyghurs? First of all, I would like to thank our Uyghur brothers and sisters for inviting our Mongolians to participate in this very important protest. We are here in solidarity with our Uyghur and Tibetan brothers and sisters protesting against China's brutal massacre and political persecution against our Uyghur brothers and sisters, Tibetans and the Mongols. So we want to hear that we Mongols, Uyghurs, Tibetans are the brothers and sisters. We from the same family. We are like we three nations are like three brothers and brothers, and we are occupied by the Chinese communist regime, and our nation is swallowed by the China like a giant. China is trying to completely eradicate our Mongolians and Tibetans and Uyghur people's culture and tradition, and they would like to erase these three nations on the first face of on earth. So you are the same problems. We are in the exact same problem. We would like to send a message to the Chinese government that Mongolians, Uyghurs, and Tibetans are not. They are not silent. They are right now. They are, even though they are, looks like they are not that, their voice are not. But we are trying hard for our freedom, national freedom, and human rights. So one day we will be free. We three nations will be free nation, as like any other nation on earth. Thank you very much. Thank you. Hörmətli televizor kögüçülər, yuqorida Inxibato apandi bilan suhbat elib bordik. Inxibato apandining deyishicha u yerga Uyg'urlarni qo'llash uchun kelgan, Uyg'urlar hammamiz qarindoshlar, biz o'rtaq bir taqdirga duch kelyapmiz. Jungodan, Xitoydan iborat g'oyat zo'r bir jilon bizni sumiryapti. Biz buningga qarshi bir o'rtaq hamkorlik ro'yini ifodalash uchun Uyg'ur do'stlarimizni, qarindoshlarimizni qo'llash uchun bu yerga keldik. Uning keyindan Inxibato apandining deyishicha, u bu yerga kelish orqali Xitoy hukumatiga shu signalni bermoqchi ekan. Ya'ni Mong'ollar, Uyg'urlar, Tibetlar va hamma xalq kishilik huquq talab qiladi, demokratiya talab qiladi. Ularning huquqini Jungo hukumati berish kerak. O Inxibato apandi yana shunday dedi, biz bu huquqni cho'qim oladiganligimizga ishonamiz. Rahmat sizga. Hörmətli televizor kögüçülər, Gulchehra sizga qaytqansa studiyaya. Ma'qul, Arkin, rahmat sizga. Yeni söhbətimizni davamlaşdırsak, Seyit'in Türk efendi, Rukiye Turduş hanım. Endi chet elninki, yani 5 iyul vakası bo'lgan inqaz haqida to'xtalgan to'xtayam. Siz bu Turkiya inqazdan nimidan bir xabardor? Seyit'in Türk efendi o'zingiz Turkiyada nurg'un Turkiya xalqining Uyg'urlarni qo'llab ipagan namoyishlarga o'zingiz ishtirok qildingiz. Shu Erdo'g'an bilan Urumchiga o minishning oldida Erdo'g'an bilan maxsus suhbatda bo'ldingiz. Endi Uyg'urlar cho'qim Turk xalqining va Turk hukumatining Uyg'urlarga qanday qaraydiganligi va Uyg'ur masalasiga qanday qaraydiganligini aytib qiziq deb o'ylayman. Shu qisqa vaqtimizdan foydalanib, shu Turkiya jamiyati va Turkiya hukumatining Uyg'urlarga bo'lgan shu ko'z qarash va bularning o'ylaganlari haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Rahmat, Naci. Muhim bir savolni sordunuz. Nima uchun Sharqi Turkiston xalqi Turkiyadan
ümidini bekrak kutudu. Pek yaxşı bir sual. Çünkü biz Türkiye ve Şarkı Türkistan halkı bir millet, ortak ve bir dinimizin üç tarihidir. Zeminine Türkler şu Orta Asya'dan şu bizim Şarkı Türkistan zemininden köşmen bulup gelgen. Bu tarihte var. Hatta Uygurlar 13. asırda Türkiye'ye gelip Türkiye'de birinci payitahtı Sivas, vilayeti ikinci payitahtı Kayseri olan hazır ben yaşavatkan şehrin ismi Kayseri. Kayseri'ni payitaht kılgan şekilde Eratna Begliki yaki Eratna Devleti diyen bir devlet kurgan Uygurlar. Yani ciddi bir iz sürsünüz, kurgan Uygur çıkıyor. Şunun için bu tarikat, şunun için Türkiye'de Şarkı Türkistan kamu Türk'tü. Endi 5. yıl vakası yukarıda kaç sebeplerle ortaya çıktı. 5. yıl vakası 5. yıldaki Şarkı Türkistan'daki Xitay'ın bu kırkınçılığı Xitay'ını hiç kanday bir devlet karşı gelmedi. Yalnız Türkiye karşı geldi. Bu gördük. Üçün dinde Türk milleti bunun içinde duramadı. 75 milyonluk Türk halkı bu Xitay'ın Şarkı Türkistan'da xudu bir mal boğazlagan pek Uygur halkının biguna boğazlagan bu resimler, videolar, filmler, bu haberler, televizyon ve gizli jurnallarda devamlı çıkıyor ki halk 70-80 vilayetinin tamamında namayiş, matbuat yığını, gıyabi cenaze namazı degandek nurgun faaliyetlerine uğraştırdı. Bunun da elbette bizden teşkilatlarımızdan zor törpüsü var, onu inkar kılmayımız. Bunun tatip bizden çoğunlarımızın ki kıran hizmetleri ve herkese bizden teşkilatlarımızın ki tarmaklarımızın ki vekaletçilerimizin halkını kozgaş, matbuatını kozgaş, ammevi teşkilatla siyasi bütün partiyle bilen ortaklaşış neticesinde hürmetlik Başminister Recep Tayyip Erdoğan Xitay'ın Şarkı Türkistan'da kılıvatkanları xudu bir katliam. Bunu derhal to'xtatish kerak. Eğer Xitay Şarkı Türkistan'daki Uygurlarını öldürdüğün siyasetini to'xtatmasa, ben bunu Birleşken Devletler Teşkilatı başta İslam Konferans Teşkilatı, Avrupa Parlamenti qatarlıq xalqaradaki bütün sahnelerge kötürep çıkıman. U yerda Xitay bilan bunu söhbet ilip barman degan naiti yuqur pədidin en qattiq inkasını qaytırdı. Ve bu beyanatı hemimizin isidi var. İtalya'daki G8 iqtisadi uçraşta Xitay'ınki Hu Jintao şiye kep bolgan. Erdoğan'ın bu beyanatından keyin Hu Jintao apıla şapıla alam qıçıp Xitay'a kaçtı. Erdoğan İtalya'ya badı. Erdoğan bu şunu şu yerde o sahneye çıkarmak etti. Endi bu vaziyet Şarkı Türkistan'daki bu Xitay'ın Uygurlarga qilgan katliamı Türkiye ve Xitay'ını halkaralık bir siyasi kriziske ap çıktı. Bunun da biz Türk halkıga, Türk milletiga ve hürmetlik Başminister Erdoğan'a yana qayta minnettarlık bildirimiz. Eğer Erdoğan Xitay bunu derhal to'xtatsın bu katliam demigen bolsa, belki 10 minglığan bir güne Uygurlarını Xitay öldürüvetse dünyanın bunun pervayı pelek idi. Gerek İslam dünyası olsun. Gerek bizning O'rta Asyodagi Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar digendek, Türkmen digendek Kırımda halkı yaxşı olsunmu, biz bilen kırımdaş olsunmu? Rehberleri şu komünist sistemden adamlar olgaçka ulanın mı kılı tevrimidi. NATO, Birleşken Devletler Teşkilatı, Avrupa Parlamenti degen bu teşkilatlar mı? Absus, İslam Konferans Teşkilatı başta bu Uygur imtihanı da sınıptı kaldı. Siz degandek Seyit aka bu Türkiye devletininki, hükümetninki bu inkasını anlattınız. Yani Naq Maydandaki görünüşümüzden keyin Türkiye halkı da ammaviy teşkilatı kozgalgan bu inkas haqida degan ma'lumot berasiz. Qani ko'rganlarning diqqati Naq Maydanda bo'lsin. Gelecekte hazır namayış devam kavatıdı. Namayış küçük kalganlar mübaleke ola devam ediyor. Yani kişilerin ki guruhlarning tashkilotlarning biri Jungo Puhralar Kuchi Harekati tashkiloti. Mazkur tashkilotning rahbari Hollandi bilan bugun ko'rishdi. Hollandi efendi bizga radiomizning ziyoratini qabul qilib, o'zining tashkilotning Uyg'ur masalasidagi ko'zasini bildirmoqchi. Ni hao Hollandi. Ya, 您能不能告诉我们，您就到这里来给中国政府什么样的信号？我们到这儿来主要是支持我们维族朋友维权的正义斗争。来表现我们是在这个问题上是完全一致的。
Efendim deydiki biz bir kılık Uygurlar bilen bu bo'lgan hamkorligimizni ifodalash va Uygurlarning meselesida biz ular bilan bir maydonda ekanligimizni Jungo hukumatiga ko'rsatib qo'yish deb. 您对这个中国公民力量的这个对维吾尔运动的看法，你们的政策？我们公民力量呢是信奉这个和平、理性、非暴力的原则。我们希望在中国建立一个公民政府、公民力量，就是在公民社会，来向中国向和平、这个民主转型，实现民主，这是我们的主要的一个目标。那么，我觉得我们在这个目标上，实际上跟维吾尔族的朋友呢也是一致的。那么我们在一起呢，团结起来，一起朝这个目标来奋斗，那这个就有可能实现。Xanyan Chow efendim dedi ki bizniki Cumhur Puxalar Küçü Hareketi Teşkilatımızın muddası Cumhur'da tinvala arkalık demokratik bir puxrala medeniyet cemiyetini barpa qilish. Meningcha bo'lsa Uyg'urlarning bu biz bilan bo'lgan bu jihatdagi nishonini birdek deb o'ylayman va biz agar bu sohada ittifoqlasha olsak biz texmo kuchli ovoz o'tirg'i chiqa olamiz degan pozitsiyani bildiryapti. Hamda Xanyan Chow先生您认为你知道这个2009年就发生这个七五事件，七五事件发生以后已经过了3年。这个3年过程中，您认为中共政府对维吾尔人的这个政策如何改变？这对您的看法？对啊，我认为在这个问题上已经是很长时间。首先，这个悲剧的起因，我觉得很大程度上是中共政府也负全责任，因为中共长期的对维吾尔民族的这个这种镇压、这种歧视。这种文化的灭绝，造成维吾尔族朋友的这个一种失望、绝望，一种这个仇恨。在韶关这个事件发生以后，中共政府的不作为是直接引起这个冤。那么近这么年3年多来呢，他不仅没有改变他的这个高压。这个政策，相反的，还更加剧这个打压。这个打压实际上呢，造成这个维吾尔族的更强烈的仇恨，这加剧民族矛盾。这个做法是非常错误的。所以我们认为呢，中国政府应该采取 reconciliatory， 就是应该采取可的态度，真正与维吾尔族人民对话。解决他们的基本的诉求，那就是尊重他们的基本权利和尊重他们的宗教权利、他们的文化权利。Hürmetli ülkeler Xanyan Chow pandemiyanın şunu bayan kıtmeti 5. yıl vakası yuz bergendan keyin bu 5. yıl vakasini keltirib chiqishiga sabab bo'lgan Jungo hukumati deb qaraymiz deydi. Chunki Jungo hukumatining Uyg'urlarga qaratgan madaniyat jihatiga bostirishi va boshqa sohalardagi bostirish harakatlari Uyg'urlarda bir xil umidsizlikni paydo qildi. Bu bir xil o'chmanlik aylandi. Natijada bu harakat portlab chiqdi. Uningdan boshqa Jungo hukumati 5. iyul vakasi yuz bergandan keyin ularning yo'lga qo'ygan siyosatlarida bir o'zgarish bo'lmadi deydi. Ular izchil bostirish siyosatini o'zgartmadi. Bu Uyg'urlardagi umidsizlikni texmi cho'nqurlashtiryapti. Shunga bu bostirish, qirg'inchilik bu masalani hal qilishning yo'li emas. Biz Jungo hukumatiniki bostirish orqali emas, masalani bir mo'tadil, aqlga muvofiq bir usul bilan hal qilishni o'tinamiz. Bu bizning pozitsiyamiz deydi. 就您认为，就中国政府，特别是这个张春宪来讲以后，您继续很希望他做一些事，还是这不可能解决的问题？我觉得这个现在的时候啊，中共呢面临一个选择，因为他自己内部已经陷入一个混乱，一个这个腐败已经是制度化。制度性的腐败，让他自己没有办法来有个纠错的机制，所以我觉得看他18大今后的发展的情况，而我认为他们他们把新疆、西藏都是作为一个核心利益
来保护，而不是说真正是采取一个怎么说，就是这个真正的听取少数民族的诉求，来解决问题，从根本上解决问题。所以我觉得他们现在还不太可能。 Halen cevap deyotdi Jungo hukumati hozir bu Xinjiang, ya'ni Sharq Turkiston va Tibet masalasini Jungoning negizlik milliy manfaat masalasi qatorida nuqtaga yaqin kelgusida Uyg'ur va Tibet masalasini hal qilishi mumkin emas degan nuqtada. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Jungo fuqarolar jamiyati raisi Halen cevap bilan ipagan suhbatimizni angladinglar. Bayam yani Seyitun Türk Efendi hükümetinin yani Türkiye hükümetinin Uyghur hareketi yani 5. iyul vakası olan inkasını tanıştırıp öttünüz. Halkta yani bu ammavi teşkilatlarda Uygur'a olan tanış, Uygur'a olan bu muhabbet yani küçeytildi mi onun dinkin yani tanıştığın küçeyişi? Bunun kısaca bir cevap versen Gülçere Hanım. Türkiye'de biz çoğunlarımız rahmetlik İsa Yusuf Abtekin efendim olsun, Mehmet Emin Buğra efendimle olsun ve başkalar, onundan kiyinkiler. Kelgen vaxtları bizden davayımızga milliyetçi Muşu partiyle ve şunun taraftarları ilgi çıkar. Şununla birge Şarkı Türkistan davası milliyetçi partilininki, Şarkı Türkistan davası ilgi çıkışı bilen bile şunların meselesi tek bir meseleye aylanıp kalgan. Onundaki hatalık bizde emas belki kalgan siyasi partiyle, solcu partiyle, ya ki dindar partiyle, muhafazakar, ya ki demokrat partiyle, bunlar bizden davarımızga pek kızıkmıgan. Bu sebepten bir partinin meselesiga aylanıp kalgan Şarkı Türkistan davası Türkiye'de. Biz ahırkı 10 yıl içinde, takribi 10-15 yıl burun ağan kararımız bile, bizden Şarkı Türkistan davasını Türkiye'de bütün siyasi partilininki ortak davasıga aylandırışımız gerek. Bunu bütün partiyle kollagan bir siyasi hareketke aylandıralagan vaktimizde, Xuddi bir Türkiye'nin Sibris meselesi kandak milli bir meseleye erişken bolsa, bütün siyasi partiler, bütün halk, bütün millet, bütün matbuat ve ammavi teşkilatlar ortak kollaydıgan bir milli menfaatga aylangan bolsa, Sibris davası, Şarkı Türkistan davasını bizden şu seviyeye elip çıkışımız gerek degan karar bilen, ahırkı 10-15 yılına yakın bu kararımızda biz cari kılıp geldik. Bunu hemminle köygensler belki biz ahırkı Japonya'daki yığınımızga Türkiye'deki solcu partilerden en çoğun parti endi bu. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'ni kurgan. Mustafa Kemal Atatürk'ün ki kurup çıkan ve tunca kıtım reislikini kırgan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 parlament azasını biz Japonya'ya apadık. Ben bu yıl içinde, bir yıl içinde 3 kıtım Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki başlığı hürmetli Kemal Kılıçdaroğlu efendi bilen uçlaştım ve onun muavin başlıkları bilen nurgulluğun parlament azaları bilen ne çıktım söhbet ötkezdim. Milliyetçi Hareket Partisi başlığı hürmetli Devlet Bahçeli efendi bilen mi? Şunda koyak faaliyetlerimiz, alakalarımız devamlı şuvatıdı. Hürmetli Başminister Recep Tayyip Erdoğan bile yılda bir işki kıtım. Biz uçur şuvatımız. Bunun da şu mesele bilen birge biz Türkiye'de Şarkı Türkistan davasını partiyle üstü, siyaset üstü bir milli davaga aylandırvatımız. Bunundan intayin biz razı ve bunundan huzurluk. İnşallah bunun neticeleri aldığımızdaki yıllarda takım özünü görsütüdü. Hem de Ürümçi vakası boğandan keyin siz Tayyip Erdoğan efendi bilen görüştünüz. Erdoğan Ürümçi'ye berişinin aldığı görüştünüz. Qaytıp kelgenden keyin mi yani söhbetleşiş fırsatlara ega boldunuz? O Ürümçi'ye berip kelgenden keyin ki onun inkası hakkında kısaca ma'lumot bergansiz. Ama ben Ürümçi ziyareti pek mühim. Milletimizge zor bir ümitini birge ap geldi. Şunun için onun doğruluk bir kısaca izahat berişim gerek. Erdoğan efendi 5. yıl vakasında Xitayga bu Şarkı Türkistan'da kılgının katliam degan kişi. Bu aralıktan 2 yıl ötkenden keyin bu ziyaretini elip beripatgan kişi Xitay bilen siyasi sürkünüşke sebep bolgan kişi. 2 yıl keyin Türkiye'den bir vasıta Beijing'e düşmey, odul Ürümçi'ye düşüşü bu siyasi timida, siyasi cihetten elip itkanda naiti nurgun bir mesaj berdi. Bunun ehemmiyeti diplomasiyede naiti çunkur. Bu ziyaret Konya'dan başladı. Xitay komünistleri Erdoğan'ın ziyaretini konuklaştırış için, Erdoğan'ın Şarkı Türkistan davasını yiraklaştırış ve onun tilini kısış için 3 gün burun 6 Şarkı Türkistan'lık Uygur kardeşimizle
atalmış Şarkı Türkistan İslam Partisi'ninki terörçü azaları da bularını terörist gösterdi, ilan kıldı halkaraga. Ve bularga tutuş buyruk çıkardı. Bu Xitayning tarixten tatip oynavatkan hile mikir, saxta, kezzap siyasetininki bir parçası. Bunun da hem Şarkı Türkistan'daki beguna kişilerini terörist gösteriş ve Erdoğan'ı davadan yiraklaştırış, bu sohbetini, bu ziyaretini xunuklaştırış. Erdoğan qanday qildi? Ziyaretke mağdıgan günü Konya'da bir matbuat yig'ini o'tkazib, bir savolga Erdoğan'ның bergan javobi nayt muhim dedi ki, biz yarı qaşlı qilib olmaymiz. Biz yarı qanat qilib olmaymiz. O'tmishda bir xato bo'ldi. Biz onu ikinci qitim hozir og'zimizga olmaymiz. Ammo asla Uyg'ur qarindoshlarımızga zulm qilinishni biz buni chidab turolmaymiz, buni ham qabul qilmaymiz. Bugungi kunda nima uchun Uyg'ur qarindoshlarimiz o'z yurtini tashlab sirtqa ko'chman bo'lib chiqib bordi? Nima uchun vatanda qolgan Uyg'urlar ayrim muomalaga duch kelyapti? Buni biz Xitoyga borganda Xitoydagi rahbarlar bilan suhbat olib boramiz. Uyg'urlar huzur ichida baravan yashasa, bizmi turklar huzur ichida yashaymiz. Uyg'ur qarindoshlarimizningki huzur va ularningki baravanligi bizning huzur baravanligimiz. Biz Uyg'ur xalqining assimilyatsiya bo'lishiga qarshi, Uyg'ur xalqi assimilyatsiya bo'lmay, integrasyon bo'lib yashasa, biz buni to'g'ri topamiz, bu to'g'ri yo'l. Endi bu nima degan gap? Assimilyatsiya degani Xitoyning Uyg'urni yo'q qilaman degan siyosatni biz qabul qilmaymiz, bu xato siyosat. Yo'q qilmay Uyg'ur o'zining milliy va diniy, urfiy madaniyatini saqlab, kimligini saqlab Xitoy bilan yashasa, biz buni to'g'ri topamiz degan inkosdiki, Xitoyga bo'lgan bu ziyoratning oldida Xitoyga ajallik bir inkos qaytgan bo'ldi va bu ziyoratda qanday bo'ldi? Bu ziyoratda şu çoğun bazada Uygurlar bilen uçraştı. Erdoğan olsun, hürmetlik baş minister, Tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu olsun. Şu Uygur bir kişi Talat Efendi degan bir doktor bilen görüşüp, iki vücutning bir insonga aylanganligini men ko'rdim. 50 yil, 100 yil bir tuqqan birisi-birini ko'ramisa, qanday mahri muhabbat bilan birisi-birini quchoqlagan bo'lsa, Erdo'g'an bilan Tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu Uyg'ur qarindoshlarimizni shunday quchoqladi. Shularning ko'zidan yosh aqdi. Bir og'iz so'z qilmay, ularningki holati ruhiyasi bizga kim ekanligimizni, Uyg'urga kimning himoya qilganligini, Uyg'urning himoyasiz bo'lmaganligini ifodaladi va shuni ko'rdik. Nurbekirga, Xitoyning g'alchisi Nurbekirga, "Jura, sen bile Uyg'ur ko'chisiga aylanamiz" deganda Nurbekir bunga jasorat qilmagan, "Efendim, men chiqamayman ko'chiga." Nima uchun deganda, "Sizning amonligingizni qo'llaymayman" deganda, Erdo'g'anning bergan javobini aytdi, ma'nalik. "Sen mening amonligimdan andish qilma, u mening qarindishim, Uyg'ur mening qarindishim. Sen nima uchun o'zingning xalqing bilan ko'chiga chiqamaysan?" deb uni tanqid qilgan gap. Ha, Urumchidan beyt qo'zg'adik shu amonat so'zning gap. Qo'lni tutib Nurbekirninki Uyg'ur qarindoshlarım Allah qildim degan gap. Va o'changa yoki hujjat dag'u yoki vajabga amonat qilmay, hududni bilib qo'y. Mashan Uyg'ur, seni millatingni sana amonat qilaman degan gap çok gap. Ya Erdo'g'anninki shu masjidda namoz o'qib Uyg'urlar bilan birga namozdan keyin duo qilganda Uyg'ur shahidlarimizning ro'yxat duoni ataqanligi bütün ko'pchilikda chiqliq. Endi bu nima bo'ldi? 1949'da Xitoy yurtimizni biz bilib 62 yilga biz ustabid ve aslında işgal aslında neçe milyonluk Uygur qarindoshlarimizni Erdo'g'an ministr bo'lish sifati bilan ochiq turbada bu xalqimizni igisi bo'lganligini Allohdan boshqami Uygur xalqi bo'lganligini biz qildik. Uygurlar görüşemedi aşağı tostalmaya kavatı muhbir müjjirmeksizde mümkün başkan bir görüşemegenlik müjjirlavatmazdı. Yüzlüken minliğen Uygur koştular. Xitay Erdoğan'ın ziyaretini ölçmedi. Uygur halkı kavakımmedi. Kavakımmısı mı? Şu mahbi halatında yanımlıgan Uygur ben hareketini bastı. Hepimiz kimedi? Bu zor oldu. Bu ziyaret milletimizin 50 yıllık ruhi uzlukunu temizledi deb o'ylayman. Rahmat sizga Saidaka. Endi Ahmetdan qarab baksak bugun yani namoyish meydanda qandaq faoliyatlar bo'ldi. Ben devam edeyim.
Bu ziyaretinin aldı da biz hürmetlik baş minister Erdoğan bile siz yukarıda dedik biz uçuşturup bardık. 2 gün burun Türkiye parlamentte hürmetlik baş minister Erdoğan efendi ve Taşkı İşler Ministeri Ahmet Davutoğlu bilen ve başka ziyaretki çıkardıgan Enerjiya Ministeri Taner Yıldız bilen Erdoğan söhbet etkizip Xitayning Sharq Turkistonda qanday siyosiy faciani qilganligini O'g'rining rayon masalasida Abdurrahman rayon qilgan uni so'zda qilganligini ziyorat jarayonida nima talab qilganligimizni o'ziga yetkazgan bularning bir qismini Türk efendi rahmetdan baraydi. Qandaq rahmetdan qandaq yana o'zgarishlar bor, qoldiq bir mezgil. Namoyish davom etmoqda. Namoyishchilar Şubatda albatta namoyish o'zining oxirgi kuchiga qoldi. Bugun albatta sportchilar namoyishchilarning ro'yini ko'tarangi namoyishchining oldida yo'lning ustida elchin osib turibdi. Namoyishchilarga yana elchiqdi. Endi yana bir nuqtani Amerikaga Uyg'urlar o'lchga kelgan Uyg'urlar masalan yetti turgan Zeynedin Gollandiyadagi Uyg'urlarning Gollandiyadagi Uyg'ur jamiyatining aktiv faoliyatchilaridan biri o Najmin efendi Kanada'daki Uyg'ur hareketinin faoliyatchilari birinci vakasının 3 yıllıkını hatırlayıp Washington'da o'tkazilgan namoyishga Xitoydan Kanada ve Gollandiyadagi kelgan hoş geldinglar. Albatta sizlarning mujohid keldinglar. Bugungi namoyish to'g'risida deydiganlaringiz bo'lishi kerak. Shunga sizning mikrofoningizni uzatdim. Bugungi namoyishga qatnashishni shaxsan men nihoyatda xush oldim. Endi bu Gollandiyada bo'ladi bu namoyish Amerikadagi qarindoshlarim bilan birga turib Xitoy konsulining oldida yana bir qitim shu shirning oldida tinchlik namoyishiga chiqqan Uyg'ur qarindoshlarimizni qattiq bosgan Xitoy jillatlarının oldida turib biz yana ashlarning ro'yiga duo talab qilgan asosda namoyish qilib Xitoyga o'zimizningki qanchalik qismi yo'qolib ketmaydiganligimizni tushuntirib qo'yishninki zarur deb keldim men bu yerga. Albatta Kanadadan 10 saatlik yo'lni biz mashina bilan kelib namoyish qatnashyapsiz oilangiz bilan siz bu vaqtda nimalarni tushunyapsiz? Aslida biz shu Kanadadagi davlat serik artisti Aygün Mehmet'in teşkil tapkan 10 kişilik bir grup teşkillep, bir ümmet teşkillep, özünün milini, cinini, varlığını Uyghur davası için kurban verivatkan Rabia anımızın support kılış, hem onun şundak bir murasim merikisi de onu akıs tuturuş bizim mukaddes bir mecburiyetimiz, hem Uyghur davasının mukaddes bir terki kısmı da kargalığımız için biz Kanada'daki Uyghur aktifleri birleşip Rabia Hanım'ı support qilish uchun bu yerga kelgandik. Dunyoning siyosiy sahnasi bo'lgan Washingtonda bu namoyish qatnashyapmiz. Xudoyim bursa 7 ayning 5-kuni Kanadaning Toronto shahridami shunday bir dag'dug'liq namoyish bo'ldi. Men o'ylaymanki namoyish xuddi bir musulmonlar xuddi azon ovozi chiqsa qayerga ketib borsin, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar joy namozni yaksilib namoz o'qiganga o'xshash bizning shehidlarimiz o'lgan kunlarimizni, shehidlarimiz qurbon bergan kunlarni, vatan millat davosi uchun qon to'kkanlarni xotirlash kunlari qayerda bo'lsa, qayerga ketib borsak mashinamizni to'xtatib, xuddi namoz o'qiganga o'xshash shu yerga berib qatnashishimiz kerak. Bu bizdeki bir xil o'lmas ruh. Hem biz ölüp ketimiz, insanlar ölüp ketidi, ruh ölmeydi. İnsanlar ölüp ketidi, insanların çoğan silish ruhi ölmeydi. İnsanların isyankarlık ruhi ölmeydi. Eğer biz muş hurra saldıgan ruhimizni, çoğan saldıgan ruhimizni, namoyish qildigan ruhimizni özümüz mengü davamlaştırıp evlat yetkizip beralsak, o çağda biz vay bizninki medeniyetimiz yo'qolib ketib bardi, vay bizning dinimiz yo'qolib ketib bardi deyishimizningki hech qanday bir hojati yo'q deb qarayman. Ko'p rahmat sizga Gulshan. Najmin efendi, endi oxirgi savolimni sizdan so'rasam deysiz. Sizmi albatta Gollandiyada nurg'un namoyishlarga qatnashgan bo'lishingiz mumkin. Ammo bugun Xitoyning Washingtondagi elchixonasi oldida qatnashyapsiz. Bu ehtimol sizning birinchi qitimligingiz bo'lsa kerak. Hamda qanday hissiyotda bo'lyapsiz? Bu yerdagi farqini nimalarni his qilyapsiz? Bu yerda namoyishdagi farq cho'ng emas. Hamda biz o'zim shaxsan shunda baxtli his qilganim bizning milliy liderimiz, Uyg'ur onamiz Rabia xonim bilan birga o'tkazganimni nihoyatda o'zim nihoyatda bir hayajon ichida deb o'ylayman. Amerikadagi qarindoshlarimiz bu issiqda nihoyatda
aktif aldı kelganligini Gollandiyadagi jamoatlar ko'rib, muşundan azroq bir nima ilişe hamda ügüneş muşundan shu jamoatimizning qizg'inligidan azroq bir tarbiya ilish kerak deb o'ylayman. Ko'p rahmat sizga. Rahmat. Gulchehra yuqorida Kanadadan kelgan Gulchan xonim va Gollandiyadan kelgan Zeyniddin apandilar bilan bugungi namoyishga qatnashuvchilardan chet eldan kelgan Uyg'urlar. Epagan suhbatimizni angladinglar. So'zni sizga qaytardim studiyoga. Sizlardan yaxshi uchurlarni yetkіздіңіз. Rahmat sizga. Japatattonlar, Naqmaydondagi barliq xizmatchi xodimlar va muxbirlarga, televizor ko'rguvchilar nomidan rahmat aytamiz. Rahmat sizga Erkin. Ularning sizga rahmat aka. Rahmat. O'zimizning suhbatga qaytib kelaylik. Endi Ruqiya xonim, sizga ma'lum, aytgandek Xitoyninki bu yerda turishliq, ya'ni demokratik faoliyatchilarning vakillari dedi, Xitoy hukumatining siyosati Uyg'urlar bilan Xitoylar o'rtasidagi bu milliy ziddiyatni texmi o'tkirlashtiryapti deb. Endi siz Uyg'urlar bilan Xitoyninki, ya'ni ikki millat o'rtasidagi munosabatning hukumatning emas, munosabatning bugungi kunga kelishiga nimalar sabab? Ya'ni Xitoy hukumati bunda qanday rol o'ynadi? Ya'ni bu shaxda o'zingizning ko'z qarashini. Xitoy hukumati albatta birinchi darajalik rol o'ynadi. Chunki milliy Xitoy millati bilan Uyg'urlarning o'rtasidagi ziddiyatni keskinlashtirishda. Buni biz 5-iyul vaqasi bo'lgan vaqtida Xitoy armiyalarining Xitoy xalqiga tayoq to'qmoqlarni mashinadan taqib bergan videolik paketlarimiz bor. Shuningdek ko'rib olsak bo'ldi. Ya'ni bir-biriga sanmoqchi bo'ldi Xitoy. Basmoqdi yo'q. Andan keyin yana bir sabab bu, yana bir ish, masalan 2007-yili Xitoyda vaqa chiqqanda chiqqan vaqa 80 mingda. 2008-yili 120 ming qitim vaqa chiqqan. 2010-yilga kelganda 180 ming qitim vaqa chiqqan. Bu vaqaning eng ko'pi bizning Sharq Turkiston chiqyapti. Undan keyin Xitoy mushta vaqa chiqdi deb Xitoyniki bu siyosiy qonun byurosi eng jiq pulni masalan harbiyga, ya'ni askarga ajratgandan nechasi jiq iqtisodni bular ishlatganda, bular xohlagan vaqtida askar, xohlagan vaqtida iqtisod, xohlagan vaqtida har qanday personal nimaga ehtiyoji bo'lsa, shuni ilib eng chong huquqi bularda bor. Masalan, Jo'yonqonning eng chong huquqi bor. Shuna bo'lgankin bu shu huquqdan foydalanib, muqimlikni kuchaytirib, muqimlikni saqlaymiz degan bahona bilan muqimsizlik paydo qilib, xalqni bostirdi. Bostirgandan keyin amaliyotda muqimlik bo'lmay, abay men degandek, masalan 2007-yildan hozirga kelguncha vaqa texnik kuchayib ketdi-da, vatanda bizning Sharq Turkistonda eng ko'p. Endi bularning shunchalik askardanmi ajratilgan mablag'ning yana eng ko'p qismini Sharq Turkistondagi xalqini bostirishga ishlatdi. Undan keyin bunda bir bostirib bir millatni, shu yerning, shu zaminning egisini, hamma narsaning egisini shu yerda shunda bostirib, hech qanday huquqi yo'q, qonun tarafidan qo'g'dalmaydigan, birsi berib o'ttirvasim so'raydigan odam yo'q, bir g'alg'a akab qo'ysa, albatta boshqa birisi chiqib, men nima ish qilsam, qonunsiz bo'ldi, hukumatsiz bo'ldi, men nima ish qilsam bunga ega chiqmaydi deb Xitoyning odamlari, Xitoyning xalqlari masalan Uyg'urlarni xohlagancha bo'zaq qildi. Ko'zgilmas bo'ldi. Ham yana Xitoy xato tashviqot qilib, bular masalan bizning ishkirga aketgan kichik bolalarimizni Xitoyning mafiyalari bulab akitib o'g'irlik qilsa, buni veb saytlarda Uyg'urlar o'g'ri, Uyg'urlar kavobchi deb tashviqot qildi. Bu tashviqotlarga yo'l qo'ydi. Uyg'urlarni Xitoyga noiti bir qaloq, yomon, nachar, eski millat qilib ko'rsatdi. Uyg'urlarni terrorist deb hukumat o'zi, Xitoy hukumati qo'lida to'mirning sunug'i yo'q Uyg'urni terrorist deb hadisa tashviq qildi. Butun dunyoga Xitoy xalqiga emas. Unda bo'lgan Xitoy xalqi chunki kommunistning qo'lida o'sgan xalq, u degan birisi nima desa, hukumati nima desa, shuningga ergishib mangadigan bir xalq. Ularda bir logikli o'ylash, nimishga deydigan bir kalla yo'q. Ular bir kommunizm sistemida o'sgan bo'lgandan keyin ular shu hukumati nima desa, mushning to'g'ri, mush Uyg'urlar ras terrorist o'xshaydi, mushta o'xshaydi deblar, shu hukumatning nimasi demag'di. Shunga bu Xitoy hukumati buni belgilab birdi. Demak, buning hammasi shu Xitoy hukumati kuchiga taxi ishlamay bostirib bo'lishi. Endi yaxshi qildingiz. Shunda hozir namoyish davomlashyapti. Bugun boshlangan namoyish soat 4 bo'lay deb qoldi. Namoyish davom etib beryapti. Shuarlar albatta bu soat jarayonida namoyishchilar kunning issiqligi sababidan namoyishchilarning o'yini hargiz qiynalish mumkin emas. Bugun bu munosabatdan başning oxirgi nuqtasida Amerikadagi faoliyatchilar va analisti bugungi namoyish ishchilari rahmatlik bugungi 3 yillik nutqlar so'tilgan hisob etdi.
Bugünkü namımız Amerika Uygur Cemiyeti Hakkında Cemiyeti Birleştiriyoruz. Aldırki 5. iyul ve kaynedeki Xitay hükümetinin ilk verilgan bastırışında kurban bolgan şehitlerimiz, yaş oğul kızlarımız jütketke şularını asla çemşan oydun ügünüp vatan millet qadimki temel Batınlık, akillik, giriş eğitimde doğrularının ki bolma siyasi merkez bolma Washington'da edip bana bana katnamayız. Bunun hepimiz vatanımız işlep, idarelerin kızlarına kilip maaş kılışkı maksat herkes kurban belgelerini unutup kalmasımız gerek. Hem vatan işte yana türmede tuvatkan, zulüm tuvatkan halklarımızı kurtulduruş için biz çertellik Uygurlar bir kişilik kançılık kılalsak şunçilik güç sarf kılıp vatan için şularının avazını halkara dünyasıga yetkizip anlatıp vatan için bir kişilik hasbimizni konuşalsak ben Uygur'un balası, Uygur'un avladı, ben bir Uygur'un erkeği dep faxrlanaman. Nəhayət köp rəhmət sizə Dilşad məktəbində. Sizге rəhmət. Gülcek hazır namayış ahırkı basqıç kirdi, əlbəttə namayış patarda axırlaşdı. Bu münasibət bilan studiyaya qayıtdım. Erkeklerden namayış akılış aldı da şu programımızın akılış aldı durdu. Yani 2 saatlik anlatışımız bir qancha minutdan keyin yani akıllaşmakçı aldı da ahırda körükmezlerimizge, anlatışlarımızga namayış meydanından ahval hakkında bir yakın çıkıp gelmişsiniz. Namayış meydanının ahval hazır bayan namayışçılar şuvarda olavatdı. Hazır birisi söz qılatıdı. Namayışını xulaslatıdı. Qısqasıya patardı ötügeydiganligini ko'rib atqandek sizlarni televizorda Xitoyning elchixonasining darvozasi taqaq. Faqat eshik oldida bir qancha soqchi bor. Albatta yo'lning o tarafida yana Amerika maxfiyatlisidan kelib nashning tartib algan soqchi turdi. Namoyish bo'lsa gullikning orasi qo'llarida eshik ko'k bayroq va bir shilinki nutqini olyapti. Rahmat sizga erkin. Gül, rahmat. Sizga rahmat. Salomat bo'ling. Muhterem televizor ko'ruvchilar, ba'zi bir texnikalik sabablar bilan namoyish maydonidan tarqatilayotgan bevosita anglitishimiz ba'zi kishiga uchraydi. Sizlardan afv so'raymiz. Shundaqla bugungi anglitishimiz oxirlash olib turdi. Afsus vaqtimiz intayin qisqa bo'lib qoldi. Turkiyadan, Kanadadan taklif bilan bizning bu 5 iyul voqeasini oq ko'rinish qilgan Uyg'urlar vaziyati, Uyg'urlarning haq-huquq talablari va hozirgi Uyg'urlar duch kelayotgan muhim masalalar haqida o'tkazgan suhbatimiz mumshad oxirlashmoqchi. Har qaysi mehmonlarning qadam tashrif qilganliginglarga rahmat. Oxirida muhim deb qaraydigan so'zlaringlar bo'lsa sizlarga ozgina vaqt qoldi. Rahmat sizga Gulchehra xonim, nihoyat yaxshi bir program bo'ldi. Gapimizni qisqacha buni yig'inchoq holatga keltirsak, bu Türkiye'ninki hozirgi kunda Xitoy bilan bo'lgan munosabatida Türkiye Xitoy bilan yaqinlashish orqali, chunki Xitoy buni arzulayapti, bekrak his qilyapti, chunki Türkiye'ning Sharqiy Turkiston davosida qanchalik muhim rol o'ynaydiganligini, ta'sir doirasininki qanchalik kuchli ekanligini Xitoy buni his qildi va shuning bilan birga Xitoy Turkiyani yeniga elish va Turkiya bilan aloqani kuchaytirishga nəhayət zor tirişçilik göstərdi və bunun ma'lum dərəcəlik muvaffaqiyətli oldu və Türkiyə ilə hazır Xitay arasında siyasət yaxşı getib bardı. Bu Türkiyə Xitay ilə yaxınlaşış arqalıq Türkiyə Xitayğa bo'lgan muomalasida Türkiyəyə ishonch paydo qilib Sharqiy Turkiston davosida bir necha yaxshi ishlarni epkenmekçi. Bu misal okuvchi bolalar meselesi olsun. Hazır aeroplan qatnash orqali Türkiye'ye her hafta 1500 Uygur kelivatıdı. Dünyanın nurgun yerlerinden Uygurlar İstanbul'da uçuşuvatıdı. Ürümçi'ye serbest sanayi rayonu kuruldu. Ve herkese nurgunluğun yaxşı işlemdi Türkiye ile Xitay'ın yakınlışı bilen birge Uygur'a bir yaxşı ümit oturgu çıkıvatı. Biz bunun da intayin xursan bulavatımız. Endi gapning xulasasi şu, Xitayla zo'ravonlik bilan yurtimizni bisib
bizni yok qilish oldida va biz boshqa o'tasak, biz bunga norozilik bildirsak, bizga terrorchi degan qalpoqni kiygizib jazolayotdi. Terrorchi Uyg'ur hech qachon terrorchi bo'lolmaydi, chunki antidemokratik davlatlarda erkinligi bo'lmagan, jamoat bo'lish, bir yerga yig'ilish yoki fikr erkinligi bo'lmagan bir yerda terrorchi bo'lish puhraning anda bir alaydiligi erkinligi yo'q. Bir terror bor, rast Sharqiy Turkistonda. Bu Xitoyning 63 yilni yaqin ishlatayotgan davlat terrori desak xatolashmagan bo'lamiz. Shuning uchun biz Uyg'ur xalqi tinchlikparvar bir millat. Uyg'ur xalqi hech qachon zo'ravonlikni xohlamaydi. Bugun zo'ravonlik qilayotgan Xitoy. Biz 21. asrda insondek yashash, erkin yashash, o'z taqdirini o'z belgilashdan boshqa bir talabimiz yo'q. Bizning pul, iqtisod, boylikda ko'zimiz yo'q. Endi buning o'rinishi, buning joriy bo'lishi Xitoyning qo'lida. Chunki Xitoyning qo'lida bütün qurol, bütün imkoniyat, bütün kuch Xitoyning qo'lida. Biz qanchalik tinch yashaymiz desak, bu amalga ish oshmasligi Xitoyning irodasiga, niyatiga bog'liq. Agar Xitoy bu yerda tinchlikni xohlasa, biz albatta tinchlikni xohlaymiz. Ammo Xitoy bizni majburlasa, yo'q qilaman desa, Uyg'ur xalqi o'lishni ko'zga ilib Xitoyga taqabul turdi. Qat'iy bo'ysunmaydi, buni deb qo'yishimiz kerak. Rahmat sizga Seyittin Turk efendi, rahmat Ruqiya Turdish xonim. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, 2-iyul kuni, ya'ni Washingtonda o'tkazilgan Dünya Uyg'ur qurultayininki rahbari Rabia Qodir xonim boshchiligidagi tashkilotlarning Washingtonda elib borgan namoyish naq maydonidan sizlarga xabar berdik va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida maxsus suhbatlarni olib berdik. Bizning programmamizni ko'ngil qo'yib ko'rganliginglarga rahmat. Bizning bugungi programmamizni bizning Erkin Asiya televiziyasininki Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining ya'ni Tor betidan yana davomli ko'ra olasizlar. Rahmat sizlarga.